Assalomu alaykum Muzaffar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Xudoga shukr. Avvalo taklif uchun kattakon rahmat. Sizga ham kattakon rahmat yo'lmasdan kelganingiz uchun. Sababi hozirgi kunda ko'ryapsiz, o'zi ko'chada, endi butun dunyoda desa ham bo'ladi, butun dunyo chetida turgan taqdirda ham O'zbekistonda hozirgi kunda ayniqsa giyohvandlik pandemiyasi juda ham ko'payib Mm, ketgan. Iste'mol qiluvchilar, sotuvchilar yoki o'sha zakvazchilar bo'lsin, uni orqasidan har xil jinoyatchiliklar kelib chiqyapti-da. mm, Endi mutaxassis sifatida faqat sizni ko'rdim, chunki mm, buni o'ziga yarasha siyosiy taraflari bor, politikasi bor и bizani o'sha konstitutsiyamizda bor. O'shanga man o'zimni ham qiziqtirgan savollar ko'p edi и qolganlarga ham mana shu yo'lda yurganlarga, iste'mol qilayotganlarga yoki sotayotganlarga yoki hali bu yo'lga kirmagan bo'lsa ham o'shani oldini olish maqsadida foydali bo'ladi deb mm. taklif qiluvdik. O'shanga ozgincha o'zingizni fikringizni bildirib o'tib keting boshlanishidan oldin. O'zi bu narsaga qanaqa qaraysiz? O'zi umuman, bu giyohvandlik vositalarini iste'moli ham birinchi o'rinda o'sha iste'mol qilayotgan shaxsni o'zini sog'ligi uchun va yon atrofdagilari uchun xavf tug'diradi. Bundan tashqari o'sha giyohvandlik vositalarini, ularda analogiklarini, psixotrop moddalarni olish, tashish, saqlash, jo'natish, tayyorlash, hattoki ularni reklama qilish ham jinoyat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligiga ko'ra ushbu harakatlarning hammasi taqiqlangan bo'lib, bu harakatlar uchun ushbu harakatlarni sodir qilgan shaxslar ma'muriy hamda jinoiy javobgarlikka tortiladi. Birinchi o'rinda endi bu qonuniy tomonlama qarash, endi o'zimizni shaxsiy fikrimizga keladigan bo'lsak, ushbu harakatlarni shaxsan inson sifatida men hech birini oqlamayman. Mhm. Bu borib-borib o'sha jamiyatimizni tag tomiriga, ildiziga bolta uradigan bir g'ayriinsoniy bo'lgan xatti-harakatlar hisoblanadi. Bir iqtibos keladi. Agar sen jamiyatni o'ldirmoqchi bo'lsang, qaysidir bir millatni yo'q qilmoqchi bo'lsang, birinchi bo'lib ularni yoshlarni ongini zaharlashdan Mhm. boshla deydi. Mana shu giyohvandlik vositalarini iste'mol qilgan shaxslar ham borib-borib ongsizlik qa'riga cho'kib ketaveradi va bizni o'sha yuqorida ta'kidlagandek, qaysidir ma'noda bir millatimizga, ularni oyog'iga bolta urish deb qarasak ham bo'ladi. Mhm. Tushunarli. Hozirgi kunda mana ko'pchilik o'zi bilishadi, nashani narkotikdek qabul qilishmaydi. Mm, Endi man joyi kelib qoladi, ozgincha sporlashib ketib qolsam yoki mm, nimanidir tushuntirib bermoqchi bo'lsam yoki yetkazib bermoqchi bo'lsam, что bu psixoaktiv modda, onga ta'sir qiluvchi modda, mm. nomi nasha bo'ladimi, tabiatdan o'sgan o't bo'ladimi, baribir narkotik turiga kirgizib qo'ygan-ku davlatimizda, Shunday, to'g'rimi? xuddi shunday. O'shanda ham ozgincha tushuncha berib keting. Mana ko'pchilik man bilgan narsa qanaqa? Narkotik moddalari bor, psixoaktiv moddalar bor. Mm, Ikkiga bo'linadi. То есть mm, narkotik moddalar bu o'sha qora bozorda mm, sotiladigan, уже mana bu qonunimizda turadigan moddalar bo'lsa, mm, psixoaktiv moddalar bu o'sha retsept bilan olinadigan yoki ruxsat berilgan narkotiklar deb bilaman-da. Bu mani shaxsan fikrim. Misol uchun o'sha aptekada sotiladigan dorilar bo'lsin, yo bo'lmasam oddiy misol alkogol bo'lsin. mm. O'sha narsaga ozgincha manmi chegarasi qayerda? Bir tushuncha berib o'tib keta olasizmi? Xo'p, endi bu giyohvandlik vositalarida, ularda analoglarini, psixotrop moddalarni, ularning prekursorlarini, O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi chiroyli qilib tartibga solib qo'ygan. Birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasining qonunchiligidan avval xalqaro shartnomalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu giyohvandlik vositalari bilan qarshi kurashish faqatgina bitta O'zbekistonni ishi emas, butun bir dunyoni, mana shu, yer yuzida yashayotgan barcha aholini, xalqlarni, millatlarni, davlatlarni o'zini oldiga bir katta qilib qo'ygan davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan masala hisoblanadi. 1912-yilda mana shu psixotrop moddalar, giyohvandlik vositalariga qarshi kurash bo'yicha konvensiyalar qabul qilingan. Millatlar Ligasi tashkil qilingan o'sha liga doirasida. Millatlar Ligasi tugatilgandan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil etildi. O'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotida giyohvandlik vositalari to'g'risidagi konvensiya qabul qilingan. Psixotrop moddalar to'g'risida konvensiya qabul qilingan. Mana shu giyohvandlik vositalariga qarshi kurash to'g'risidagi xalqaro shartnomalar, konvensiyalar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi mana shu konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan va o'zini milliy qonunchiligiga qisman kiritgan. Misol tarzida olishimiz mumkin, O'zbekiston Respublikasini hududida oliy yuridik kuchga ega bo'lgan bosh qomusimiz, konstitutsiyamizda ham ushbu, deylik, mana shu giyohvandlik vositalariga qarshi kurash bo'yicha normalar keltirilgan bo'lib, qolgan normativ huquqiy hujjatlar asosida tartibga solinadi. Deylik,
kodekslar asosida yoki Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasining nomidan chiqqan qonunlar asosida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni bor. Bundan tashqari o'sha narkomaniya kasalliklari bilan kasallangan shaxslarni davolash to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonunlari bor. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bor. Ichki ishlar vazirligining tegishli hududlardagi o'zini bo'linmalariga mana shu giyohvandlik natijasida kelib chiqadigan jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha o'zini tegishli qarorlari, buyruqlari bor. Mana shu buyruqlar, qarorlar asosida, qonunlarimiz asosida hammasi tartibga solib qo'yilgan. Endi aytib o'tdik, hozir yuqorida giyohvand nashani kimdir deyapsiz, narkotik modda ta'siriga sirasiga kirgizmaydi. U oddiy bir insonni o'sha es-hushini olib qochadigan bir modda sifatida qaraydi deb o'tilindi. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga ko'ra, giyohvandlik vositalari va ularning analoglari va prekursorlar, psixotrop moddalar deyilgan joylari bor. Endi bitta-bitta tushuntirib beradigan bo'lsak, giyohvandlik vositalari bu tabiiy yo'l bilan tayyorlanganmi, kimyoviy yo'l bilan tayyorlanganmi, bularning hammasi mana shu giyohvandlik Giyohvand vositalari moddalari. tarkibiga kirib ketadi. Bu yerda 2010-2015-yilgacha misol uchun umuman yer yuzini, dunyo mamlakatlarini mana shu huquq siyosatiga qaraydigan bo'lsak, ularda mana shu giyohvandlik vositalari to'g'risidagi qonunlar bor edi, lekin analoglar degan joylari yo'q edi. Bora-bora mana shu giyohvandlik vositalari bilan shug'ullanuvchi qo'sh tirnoq ichidagi tadbirkorlar ko'payib borgan sari shunday narsa borki, qonun bir sohani qanchalik darajada qamrab olaversa, o'shani ichidagi jinoyatchilar qonundan tashqariga chiqib, mana shuni noqonuniy bo'lgan, ya'ni qonun tartibga solib qo'ymagan yo'llar orqali o'zlarini qo'sh tirnoq ichidagi tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga harakat qilgan. Deylik, tabiiy ravishda o'stiriladigan giyohvandlik vositalarini qonun cheklab qo'ygandan so'ng, ular kimyoviy usullar orqali tarkibida qanaqadir bir biz bilmaydigan moddalar bilan ularni tarkibiga o'zgartirish kiritib, kimyoviy usullarda sintetik moddalarni, psixotrop dorilarni ishlab chiqarishni boshladi. Va shundan so'ng qonunchilikda giyohvandlik vositalari va ularning analoglari degan qo'shimcha qo'shildi. Avval giyohvandlik vositalari deyilardi, hozir endi esa o'sha giyohvandlik vositalari degan joyga qo'shimcha tarzda giyohvandlik vositalari va ularning analoglari qo'shiladi. Bundan tashqari, o'sha giyohvandlik vositalarini tayyorlashda ishlatiladigan har xil qo'shimchalar bo'ladi. Kimyoviydir, tabiiydir, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar prekursorlar deyiladi. Mana shu prekursorlarni o'tkazsangiz ham, sotsangiz ham, kimgadir yuborsangiz ham, saqlab tursangiz ham javobgarlikka tortilasiz. Ya'ni umumiy ma'noda aytadigan bo'lsak, kimdir o'sha nashani deylik, tabiiy ravishda xalq tilida ko'knor deyishadi. Ko'pchilik ishlatadigan mahsulot sifatida qaraydigan bo'lsak, mana shuni ham giyohvandlik vositasini tarkibiga kiradi. Bundan tashqari hattoki ularni deylik, giyohvandlik vositalarini, psixotrop moddalarni ishlab chiqarishdan qolgan qoldiqlari bo'ladi, chiqindilari bo'ladi. Mana shularni ham o'sha tarkibga qo'shiladi. Hattoki mana shularni siz sotsangiz ham, tarqatsangiz ham, saqlab tursangiz ham sizga nisbatan javobgarlik belgilanadi. Bu harakatlar uchun endi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida bilamiz, kodeksimiz barcha qilish mumkin bo'lmagan harakatlarni va harakatsizliklarni taqiqlab qo'yib, ularga nisbatan jazo tayinlash tahdidi bilan qo'riqlab turadi. Mana shu kodeksimizning 19-bobi aynan o'sha giyohvandlik vositalari, narkotik, deylik, psixotrop moddalarga taalluqli bo'lib, shularga doir bo'lgan xatti-harakatlarni yoki harakatsizlikni sodir qilgan shaxslarga nisbatan jazo tayinlab beradi. Qanchalik kuchli mana shu aytayotgan jazolaringiz. Mana bu narsani men endi hozir tushunib yetdim. Chunki oldin mana psixotroplar ko'payib ketgan edi. O'sha 14-15-yillarda endi mana tabletkalar kiritilgan paytida, o'sha lirika, RGPN, Zardexlar kirib kelgan paytida srazu уже buni o'sha narkotik veshestvani turiga kiritishgandan keyin ular nomini o'zgartirishni boshlashdi. То есть уже Zardex emasda tam Tibantin yo bo'lmasa Pregabalin mana shunaqa boshqacha nomlar berishni boshladi. Siz aytayotgan analoglaringiz, значит, nomini o'zgartirgan taqdirda ham shunga o'xshash bo'lsa ham bu ham kirib ketadi. Xuddi shunday. Misol uchun bizlarda tegishli tartibda Davlat xavfsizligi xizmati tomonidan chegara qo'shinlari, Ichki ishlar vazirligi, tegishli hududdagi bo'linmalari, ichki ishlar faoliyatini muvofiqlashtirish, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbirlar o'tkazilganda, mana shu psixotrop moddalarni, giyohvandlik vositalari va ularning analoglari bilan shug'ullanadigan, ularni o'tkazish bilan shug'ullanadigan shaxslar qo'lga olinganda, xuddi siz aytgandek, ularning analoglarini ular aytadi, bu giyohvandlik vositasi emas, bu narkotik emas aka, bu psixotrop emas.
emas deb o'zlarini oqlashga harakat qiladi va kimyoviy ekspertizaga yuboriladi. Mana shu ekspertizani xulosasiga ko'ra, agar ular o'sha aytayotgan moddani tarkibida insonni aql hushiga, o'sha ruhiy holatiga, jismoniy holatiga ta'sir qiladigan, qanaqadir bir yo'l bilan insonni zaharlaydigan o'sha elementlar bor deb topiladigan bo'lsa, bularni hammasi o'sha giyohvandlik Mmm. vositalarining analoglari sifatida ularni safiga qo'shilib ketadi. Mh. Endi kodeksimizda belgilab o'tilgan javobgarlik masalalari xatti-harakatga qarab, siz tomoningizdan sodir qilgan deylik, misol uchun siz o'sha, giyohvandlik vositalariga doir bo'lgan qilishingiz mumkin bo'lmagan harakatlarni sodir qiladigan bo'lsangiz, sizga nisbatan kodeksimiz bilan javobgarlik belgilanadi va ushbu holatda sizni sodir qilgan harakatingizni ijtimoiy xavflilik darajasiga qarab va uni natijasida kelib chiqadigan oqibatlarga qarab va javobgarligingizni misol uchun deylik, og'irlashtiruvchi holatlar bor. Mana shu og'irlashtiruvchi holatlarga qarab sizga nisbatan javobgarlik belgilanadi. Bu yerda endi, ozodlikdan mahrum qilish jazosi sizga tayinlanishi mumkin. Eng ko'pi bilan 20 yilgacha. Mh. Ozodlikni cheklash, ya'ni uy qamog'i oddiy tilda aytganda, majburiy jamoat ishlari yokida sizga nisbatan judayam bir katta miqdorda jarima jazolari qo'llanilishi mumkin. Endi mana shu yerda og'irlashtiruvchi holatlar borki, o'sha giyohvandlik vositalari bilan avval jinoiy javobgarlikka tortilgan yokida ma'muriy javobgarlikka tortilgan, sudlanganlik holati tugallanmagan yokida olib tashlanmagan shaxslar tomonidan agar ushbu harakatlar qayta takroran sodir qilinadigan bo'lsa, mana shu og'irlashtiruvchi holatlar bo'ladi. Deylik, misol uchun siz, giyohvandlik vositasini deylik, qaysidir bir turini oldingizda meni oldimga kelib, meni yonimda turgan 3-4 ta o'rtog'imga uni siz tavsiya qilyapsiz. Tavsifini aytib beryapsiz. Mana shunaqa targ'ibot qilyapsiz. Bu harakatingiz uchun misol uchun qonunchiligimiz sizga nisbatan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlashi mumkin. Mh. Lekin siz borib, o'quv dargohlarida, maktablarga borib, oliygohlarga borib, talabalar yotoqxonasiga borib, dam olish maskanlariga, oromgohlarga, voyaga yetmagan shaxslar yig'iladigan joylarga borib, mana shu targ'ibotlaringizni amalga oshiradigan bo'lsangiz, sizga nisbatan 3 yil emas, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Judayam jiddiy narsa ekan. Lekin Albatta. men buni endi eshitishim, chunki sababi mana biza, mana shunaqa giyohvand yoki xullas iste'mol qiluvchi odamlarni как bemordek qarasak, bizani kurs reabilitatsiyadan chiqqanidan keyin Mhm. iste'mol qiluvchi insonlar bilan umuman ko'rishmaslikni tavsiya qilamiz-da. Sababi bitta, o'sha bu uni ko'ryaptimi, iste'mol qilib olgan, maza qilyapti, и bu maza qilganida ularda shunaqa xususiyat borki, bitta o'zi maza qilgisi kelmaydi. Yonidagini ham shu narsaga tortgisi keladi, tushunasiz-a? То есть o'sha aytganingizdek ichidagi holati qanaqa o'tyapti, qanaqa bu maza qilyapti, qo'pol qilib aytganda, o'sha targ'ibot deyapsiz-ku, xuddi shunaqa aytib berganini hisobiga hali uni psixikasi ne stress устойчивости kuchli bo'lgani hisobiga bu o'zi bilmagan holda ko'nib qolish ehtimoli bor-da. То есть men aytmoqchimanki, значит atrofidagilar, misol uchun aytaylik bitta odam iste'mol qilyapti. Undan o'sha huzur halovat olyapti. Keyin yonidagi iste'mol qilmayotgan insonga bu просто ta'sirlar bergan taqdirda ham keyin bu qiziqib qolsa, bunga ham jinoyat Xuddi shunday. gapi bor ekan Siz, shunaqa yaxshi misol uchun giyohvandlik vositasini deylik, narkotikda iste'mol qilasiz, o'zingiz o'shandan kayf qilib yurasiz va, xuddi siz aytgandek, qolganlarini ham tortmoqchi tortadi. bo'lasizda. Bu Baribir, tortadi, обязательно bu tortadi. narsani iste'mol qilgan odam, o'zi bilmagan holatda unda baxtlilik tuyg'usi yuqori darajaga chiqib ketadi, pikiga chiqib qoladi. Undan keyin inson baxtli holatini kim bilandir ulashgisi keladi. Tabiiy ravishda uni xayolida mana shunga o'xshash holatlar takrorlanadi va yon atrofidagi bo'lgan odamlarni mana shu ishga jalb qilishga harakat qiladi. Psixotrop moddalarni, giyohvandlik vositalarni, ularni analoglarini, prekursorlarni har qanaqa holatda targ'ib qilish, reklama qilish, deylik 3-4 kishiga yokida ijtimoiy tarmoq orqali yoki televideniye orqali yokida jahon internet tarmog'i orqali, telekommunikatsiyalar orqali siz targ'ibot qilishingiz mana shu holatlar ham sizga nisbatan javobgarlikni belgilaydi. Bu yerda sotishingiz haqida gapirganim yo'q. Saqlab turishingiz, jo'natishingiz, ko'rillik, dastavkachilik qilishingiz haqida emas. Hattoki oddiy bir targ'ibotingiz uchun ham javobgarlik belgilab o'tilgan. Kerakli savol kelib qoldi. Ko'p kuzataman. Men o'zim harakat qilaman. Mana misol uchun shunaqa savollar kelib qoladi. Mana ta'sirida odam qanaqa o'zini his qiladi. Misol uchun tushuncha bo'lishi uchun kerakli joylarni aytib o'taman, lekin oxirida обязательно baribir oqibatini aytaman-da. Chunki bu misol uchun qamoqxonagacha ham yo jinnixonagacha ham yo o'limgacha ham boradi deb misol qilib aytsan. Lekin blogerlarning orasida ko'p mana shunaqa narsalar borda. O'zi balkim bilib bilmay qilayotgan o'sha aytayotganingizdek targ'ibotlari bor. O'shani chegarasini qanaqa qilib nimasidan aniqlasak bo'ladi? Misol uchun u rostdan targ'ib qilib qo'yyaptimi yoki
bilmayman, rolik qilish uchun, vayn qilish uchun chiqyaptimi? Endi, bu yerda bitta e'tibor qaratadigan jihatimiz bor. Bizda bilamiz, so'z erkinligi deyiladi. Mhm. So'z erkinligimiz bor. Fikrlash erkin bizlarga. Xohlaganimizcha fikrlashimiz mumkin. O'sha fikrimizni so'z ko'rinishida ifoda etishimiz mumkin. Faqatgina ko'pchilik tushunmaydi, mana shu so'z erkinligini o'zini chegarasi bor. Ya'ni sizni so'z erkinligingizni qonun bir maxsus qolip bilan chegara qo'yib qo'ygan. Sen mana shu yergacha gapirishing mumkin, bundan buyog'iga sen gapira olmaysan. Uje u Ha, jinoyatga kirib xuddi ketadi. bizada huquqda bitta oltin qoida bor aka. Seni huquqlaring o'zganing huquqlari boshlanadigan joyda tugaydi degan oltin qoidamiz bor. Mhm. Sizni og'zingizdan chiqayotgan gap deylik, o'sha narkotik moddalar haqidagi tayyorlayotgan videoroligingiz borib agar kimnidir mana shu narkotik modda iste'mol qilishiga yo'naltirib qo'yadigan bo'lsa, ushbu holatda sizniki targ'ibot deb baholanishi mumkin. Lekin sizni so'zlaringizni bizada baholaydigan lingvistik ekspertizalarimiz bor. Agar o'sha harakatlar deylik, qonunga xilof yokida qilinayotgan videoroliklar noqonuniy, qonunchiligimizga mos emas deb topiladigan bo'lsa, bu ushbu holatda, lingvistik ekspertizaga beriladi. Lingvistik ekspertiza buni ko'rib chiqadidagi, o'sha gapirilayotgan so'zda rostdan ham targ'ibot bormi, yo'naltirish bormi yokida yashirin g'oya, yashirin ma'no bormi yo'qmi, mana shuni o'rganib chiqib, keyin tegishli tartibda ularga chora ko'rib berishi mumkin bo'ladi. Tushunarli. Shuncha man buni bilmagan narsalar ko'p ekanda. Ko'pchilik, yozadi, aytadi, mana shu sotayotganlarni yo'q yuborsa bo'lmaydimi, deb so'rashadi-da. Endi mani o'zimni fikrim, ularni yo'qib bo'lmaydi deb o'ylayman. Sababi o'sha boya aytganingizdek, Qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar, ular baribir pul qiladi, buni orqasida katta biznes turibdi deb o'ylaymanda. Lekin mana man hozir eshityapman, bu iste'mol qilayotganiga arzimaydigan narsalar bor ekanda. Mana, o'sha jinoyatchilikda-da. Mm. Mani o'ylashim bo'yicha o'shalar sotolmasa yoki вообще iste'mol qilmasa, bular avtomatik o'zi ketadi deb o'ylayman. Mm. Chunki agar tovar sotilmasa, mahsulot sotilmasa, hech kim olmasa uni, Xuddi shunday. nima keragi bor bu yerda anaqa deymanda. Endi manga anavini jiddiyligini, xususiyatini ozgincha yoritib bersangiz, u iste'mol qiluvchi mana hozir yangi, zakonlar chiqyapti-ku har xil ushbu даже iste'mol qiladigan odamga ham oldin unaqa narsa yo'q edi adashmasam. Menimcha chuqur bilmayman. Oldin iste'mol qiluvchilarga maksimum bo'lsa, ma'muriy javobgarlik, то есть o'sha shtrafi bor edi, to'g'rimi? Hozir уже jinoiy javobgarlikgacha ham tortsa bo'ladigan degan xabarni eshitdim. Shuni ozgincha yoritib bersangiz. Endi, bu giyohvandlik vositalarini iste'mol qilganligi uchun, qonunchiligimizda aynan iste'mol qilding, javobgarlikka tortilasan deb belgilovchi norma mavjud emas. Faqatgina bu yerda, o'sha iste'mol qiluvchi shaxsni yonidan narkotik modda chiqqanda, narkotik moddani saqlab turganligi uchun qonunchiligimizda javobgarlik belgilangan va uni miqdoridan kelib chiqqan holatda javobgarlik belgilanadi. Miqdoriga qarab, agar oz miqdor bo'lsa, ko'p miqdor bo'lsa yokida ancha ko'p miqdor bo'ladigan bo'lsa, o'sha miqdordan kelib chiqqan holatda ma'muriy bo'lishi mumkin yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Deylik 3 yilgacha, 5 yilgacha, 10 yilgacha, hattoki 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanishi mumkin. Albatta, o'sha yonidan chiqqan narkotik moddani ular anaqasi vesiga qarab. og'ir yengil miqdoriga qarab belgilanadi. O'sha sotish maqsadida ko'zlamasdan, deylik faqat o'zi uchun yonida olib yurgan bo'lsa, ushbu harakatlari uchun ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Birinchi marta agar, bu harakatlarni 1 yil ichida yana qayta takrorlan sodir qiladigan bo'lsa, keyin holatdan kelib chiqqan holatda va, yuqorida ta'kidlaganimdek, yonidan chiqqan narkotik moddani miqdoriga qarab javobgarlik belgilab beriladi. O'zi umuman bu narkotik modda iste'mol qiladigan shaxslarning hammasi, ro'yxatga olinadi, dispanserlarda ro'yxatda turadi. Agar ular o'sha, deylik qaytarib bo'lishi imkoniyati bo'lmasa, ma'lum bir miqdorda davolash bosqichlari bor. O'sha bosqichlar davomida ularga kam-kamdan berib, o'sha ro'yxat asosida, retsept asosida berib borilib, keyin oxirgi darajaga olib kelib, o'sha nimadan olib chiqib ketilinishi kerak bo'ladi. Tushunarli. Hozir yuqorida aytib o'tib ketdingiz, o'sha Qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar, ma'lumot to'g'rida aytib o'tib ketaman. 2025-yilda 10 oy davomida O'zbekiston Respublikasining huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan deylik, davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari, bojxona, ichki ishlar organlari tomonidan, 10 tonnaga yaqin narkotik moddalar yig'ilgan va o'sha narkotik moddalar yo'q qilingan. Hozirgi kunda 2024-yil bilan solishtiradigan bo'lsak, 2024-yilda O'zbekistonda, misol tarzda, statistikada keltirilgan 8 mingdan ortiq insonlar o'sha narkologik dispanserlarda davolanayotgan bo'lsa, hozirgi kunda mana shu 2025-yilda 10 oy davomida ushbu kasal bilan chalingan bizani, bemorlarimiz
12 mingdan oshib ketgan. Mhm. Foizga yuqorilashib ketgan va bundan Avvalambor. tashqari, bularni asosiy qismini, yoshlar tashkil qilmoqda. Aynan ularni yoshi 25 dan 30 yoshgacha bo'lgan yosh oralig'idagi yoshlarni tashkil qilyapti. Bu hozir biza bilganimizi. Biza Biza bilganimiz xuddi bilganimizi, shunday. o'sha davlatga Mm, murojaat qilganlar, uchota turganlar yo bo'lmasam mm, o'zini xohishi bilan murojaat qilganlar, biz bilganlarimizni, bilmaganlarimizni manimcha mm. undan ham ko'p deb o'ylayman. Shunday. Sababi o'zim sohada ishlab yurganimdan keyin aytganingizdek yosharib ketyapti. Xuddi shunday O'sha borgan sari. jiddiyligini, oqibatlarini, qanchalik xavfliligini manimcha hali ko'pchilik yo tushunmayapti, yo tushunsa ham bunga hali yechim topolmayapti. Shunday. Unisini endi Xudo biladi-yu. Mana shu yerda, bitta narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Mana shu narkotik modda iste'mol qiladigan shaxslar, deylik, shu sohaga adashib kirib qolgan shaxslar, borib aytishga hayo qiladi kimgadir, akasiga, otasiga, onasiga, qo'rqadi, qanaqadir bir, borishga o'zida to'sqinlik paydo bo'ladi. Mana shu holatlarda agar ular borib hokimiyat vakillariga murojaat qiladigan bo'lsa, tegishli tartibda ularga nisbatan yordam berish xatti-harakatlari davlat tomonidan tashkillashtirib beriladi. Bundan tashqari ular, qisman o'sha javobgarlik masalalaridan ham ozod qilinishi mumkin. Mmh. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida belgilab o'tilgan, agar ushbu harakatlar bilan shug'ullanayotgan shaxslar borib hokimiyat vakillariga murojaat qiladigan bo'lsa, mana shu holatlarda qisman holatdan kelib chiqqan holatda javobgarlikdan ozod qilinadi. Agar o'zi o'sha, narkologik, deylik, psixotrop moddalarni, giyohvandlik vositalarini va ularni analogiklarini iste'mol qilishga mukkasidan ketib qolgan bo'lsa, tegishli tartibda davolash muassasalariga ular yuboriladi. Ya'ni o'sha yashayotgan joyidagi, Mm. rayonidagi Ha. hokimiyatga murojaat qilishi kerak. Hokimiyat vakillari deganda endi, hokimiyat vakillarini ichiga bu yerga asosan, bu ish bilan shug'ullanadigan ichki ishlar bo'limiga borish kerak. O'zini tumanidagi ichki ishlar bo'linmalariga yokida tibbiyot birlashmalariga borish kerak Mhm. yokida, o'sha viloyat markazlarida, deylik, katta-katta shaharlarda, mana shu narkologik dispanserlar davlat tomonidan xususiy sherikchilik asosida va xususiy tadbirkorlar asosida tashkil etilgan, o'sha davolash muassasalari bor. O'sha muassasalarga borib murojaat qiladigan bo'lsa fuqarolarimiz, birinchi o'rinda ularda o'sha, narkoman ekanligi yashirin tarzda, maxfiy tarzda qoladi. Anonim turib. Anonim qoladi va davlat ularni o'sha to'g'ri yo'lga qaytishiga yordam beradi. Tegishli xatti-harakatlarni ularga tashkillashtirib berishadi. Tushunarli. Xo'p, men baribir iste'mol qiluvchilarning hammasiga, Aha. to'g'risini aytsam, bemordek qarayman. Mm. Xuddi bir o'zini xohishi bilan Aha. qilmayapti. Jinoyat sodir qilsa ham, boshqa qilsa ham o'zini xohishi bilan qilmayapti. Bu men uchun как baribir bemorda, endi shu soha mutaxassisi bo'lganim uchun shunaqa qarayman. Mm. Xo'p, endi siz yoki boshqalarning qarashi bu jinoyatchiga qaragandek qaralishi mumkin. O'shani qaysi etapiga kelganida ajratib olsa bo'ladi. Bu уже rostdan Mm. jinoyatchi bo'ldi, yo bo'lmasa haligacha bemor. Mm. Bu yerda, qarang-da, narkoman odamni jinoyatchi ham deyish mumkin, bemor ham deyish mumkin. Bu holatdan kelib chiqib, qaraladigan masala. To'g'ridan-to'g'ri narkotik moddani, psixotrop moddalarni iste'mol qilayotgan shaxsni jinoyatchi deb bo'lmaydi. Bizda, qanaqa jinoyat sodir qilishdan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq aybsizlik prezumpsiyasi bor. Ya'ni o'sha jinoyat sodir qilgan shaxsni aybi isbotlanmaguncha u Ungacha. aybdor bo'lmaydi. Ha, Uni ha. jinoyatchi deyish Aybdor deb ham mumkin emas. aytib Xuddi bo'lmaydi. shunday. Siz hattoki uni jinoyatchi ham deyolmaysiz. Agar, u narkoman bo'ladigan bo'lsa, uni narkoman ekanligi hali qonuniy asosda isbotlanmagan bo'lsa, siz uni narkoman desangiz, sizni o'zingizga nisbatan javobgarlik belgilanib qolishi mumkin. Endi bu yerda kim bemor, kim jinoyatchi? Narkotik moddalarni, psixotrop moddalarni, giyohvandlik vositalari, ularni analoglari, ularni prekursorlari bilan shug'ullanuvchi, ularni oluvchi, sotuvchi, tashuvchi, saqlab turuvchi, deylik, jo'natuvchi shaxslarni bularni hammasi jinoyatchi hisoblanadi. Iste'mol qiladigan shaxs esa ularni o'sha sotuvchilarni, jinoyatchilarni oqimiga tushib qolgan, ularni o'sha, deylik, manipulятsion fikrlariga uchib, propagandasiga uchib, o'sha nimani, moddani tarkibiga kirib iste'mol qilib qolib ketgan insonlar esa bemor deb qarashimiz mumkin. Bemor bu tabiiy ravishda o'zini iste'moli uchun oladi. Ma'lum bir miqdorda, ma'lum bir miqdorni iste'mol qiladi va qolganini o'zida saqlab turadi. Agar tezkor tadbirlarda mana shu holat bo'yicha qo'lga tushib qoladigan bo'lsa, saqlab turganligi uchun bemor javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu jinoyatchilar bo'lsa, ular o'sha katta-katta miqdorda tovarlarni oladi va, sotadi yokida sotuvchilarga yuboradi, o'zini omborxonalarida saqlaydi. Bundan tashqari respublikamiz hududida juda ko'p mana shunday kimyoviy moddalarni ishlab chiqaruvchi, giyohvandlik vositalarini tayyorlovchi
laboratoriyalar mavjud. Mh. Davlat xavfsizligi xizmati va ichki ishlar organlarining hamkorligida, bir qancha mana shunday giyohvandlik vositalarini kimyoviy vositalarda psixotrop moddalarni ishlab chiqaruvchi laboratoriyalarga tezkor tadbirlar uyushtirib, ularni hammasi qo'lga olingan va o'sha laboratoriyalar tegishli tartibda yo'q qilib yuborilgan. Mana shularni haqiqiy jinoyatchi deb qarasak bo'ladi. Ularga jinoyatchi desak bo'ladi, lekin ularni bemor deb bo'lmaydi. Rostdan ham bizni yonimizga keladigan bo'lsa, mana shu holatda bemor bo'ladi. Lekin ko'p jinoyatchilarni ushlaganda, ularni o'zlari ham iste'mol qilgan holatlari aniqlanadi. Ushbu holatda o'sha jinoyatchilarga deylik misol uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanganda, ularga qo'shimcha tarzda tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llanadi. Ya'ni o'sha jazoni o'tash bilan birgalikda o'sha shaxs, o'sha kerakli muassasalarda davolanish ishlarini amalga oshiradi. Ya'ni uni o'sha holatdan yaxshi holatga olib chiqish uchun. Mh. Bu holatda deylik jinoyatchi ham bemor bo'lishi ham mumkin. Boyagi holatda bemor iste'mol qildi, qolgani cho'ntagida qolib ketdi. Bu holatda bemor jinoyatchi ham bo'lib qolishi Mh. mumkin. Mh. Bu albatta o'sha tadbirlarda ma'lum bo'ladi, aniq bo'ladi va tegishli hujjatlar rasmiylashtirilganda, tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganda kim bemoru, kim jinoyatchiligi aniq xulosaga kelsak bo'ladi. Lekin avvaldan qarab, ularni sen jinoyatchisan yo sen bemorsan deb aytib berish ozgincha noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Lekin yuqorida ta'kidlaganimizdek, jinoyatchi agar o'zi iste'mol qilib yurgan bo'lsa, u haqiqiy jinoyatchi bo'ladi. Bemor yonida chiqib qoladigan bo'lsa, uni bemor deb qarashimiz ham mumkin bo'ladi. Psixoaktiv modda, narkotik moddani ta'sirida jinoyat qilib qo'yayotganlar ham Mm. borda. Misol uchun kimgadir etilu Mm. pichoq tiqib qo'yayotgan yoki kimnidir urishib ketib qo'yayotgan, qarz o'g'irlab qo'yayotgan yoki kimnidir firibgarlik bilan shug'ullanib, soxta nimadirlar qilib pulini olib qo'yayotganlar ko'p. Bor shunaqalar. Hammayam deyolmayman, lekin bor. Ularga qanaqa chora ko'riladi? Yoki ularga bemordek qarasa bo'ladimi? Yo bu uje Yo'q. uni ta'sirida qilib qo'ygan jinoyati uchun javobgarligiga baribir tortiladimi demoqchiman. Javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligida, Jinoyat kodeksimizni oladigan bo'lsak, Jinoyat kodeksimizda belgilab o'tilgan, unga ko'ra shaxsni sodir etgan jinoyati agar shaxs mastlik holatida bo'ladigan bo'lsa, bu jinoyatni yengillashtiruvchi holat bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Jinoyatni og'irlashtiruvchi holat bo'ladi. Mm. Deylik, siz alkogol vositalari, spirtli mahsulotlar iste'mol qilib, uni ta'siridan mast bo'ldingizmi? Giyohvand vositalarni, psixotrop moddalarni iste'mol qilib, uni ta'siridan mast bo'lib qolib, jinoyat sodir qildingizmi? Farqi yo'q. Mast holatda jinoyat sodir qilganingiz bu sizga nisbatan tayinlanayotgan jazoni og'irlashtiruvchi holat bo'ladi va sizga nisbatan deylik 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanayotgan joyda 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Ya'ni kimdir o'ylashi mumkin-da, mast edim, bilmagandim deyishi mumkin. Bilmaganlik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Qonunni bilmaslik, men bilmay qolibman, xabarim yo'q edi, taqiqlangan modda ekan. Ko'p ko'ramiz sud protsesslarida sudya hukm o'qiyotganda, oxirgi so'zingiz nima deganda, sudlanuvchilarning ko'pchiligi aytadi, men ushbu moddalarni taqiqlanganligini, qonunda bular uchun cheklov qo'yilganligini bilmagandim, kechiringizlar, bilmay qolibman, adashib qilib qo'yibman dedi. Lekin aslida qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. U bilish kerak bo'lgan narsani bilish shart-da. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa. Aha, to'ppa-to'g'ri. Tushunarli, buni ham tushunib oldim. Eng qiziqtirayotgan hozirgi kunda mani savol, shunaqa xabar eshitdim, что iste'mol qilayotgan odamni ko'rib, uni etsa, unga pul mukofot berisharkan. И kelgan 14 qaysi kunida xullas unga anaqa bilan, nagrada bilan anaqa qilisharkan. Nima deydi? Esimdan chiqdi. Mukofot, mukofot. Mukofotlasharkan. Shu bor narsami, yo'q narsami? Chunki mana bir kontent qilib chiqardim endi bu yerdan oldim deb ma'lumotlarni. Что bir tarafdan yaxshi narsa deb o'yladim. Chunki shunga qarab sal qo'rquv paydo bo'lib kamayishi ham mumkin deb o'yladim. Bir tarafdan bir erkaklarning ustunovkasiga to'g'ri kelmaydigan narsalar ham bor ekanda. Endi bu mani mirovоззрением bo'yicha. Endi qarang, bu erkaklarga to'g'ri kelmaydigan ish ekan deyapsiz-da, erkaklarga to'g'ri kelmaydigan ish emas. Bu jamiyat uchun eng katta bo'lgan foydali ish hisoblanadi. Ko'pchiligimiz aytadi, mana shunday siz qaysi bir holat haqida xabar beradigan bo'lsangiz, sen terpiylar ekansan, quloq ekansan deyishadi. Aslida u terpiylarlikka kirmaydi-da, quloqlikka kirmaydi. O'sha shaxs deylik giyohvand modda ta'sirida borib, o'sha
murojaat qilib, mana shu yerda meni o'rtog'im giyohvandlik vositasini iste'mol qilyapti deb aytmagan bolani borib singlisini, onasini, akasini, ukasini pichoqlab qo'yishi mumkin-ku, to'g'rimi? Mumkin, Xuddi mumkin. o'sha modda ta'sirida. Deylik, misol uchun, meni o'rtog'im giyohvand modda iste'mol qiladi. Men uni bilaman, lekin tegishli tartibda men ichki ishlarga yokida vakolatli organlarga, hokimiyat vakillariga men murojaat qilmayapman. Mmh, O'rtog'im meni uyimga izlab keldi. Modda ta'sirida, mast holatda, kayfda kelyapti. Eshikni singlim ochyapti. Uni xayolida ayol kishini ko'rgandan keyin nima bo'ladi? Ayol kishiga shahvati yaqinlik, uyg'onib, ha, shahvat ha. uyg'onadi. Keyin nima bo'ladi? 118-modda nomusga tegish, majburlash. Bir jinoyatga qo'shilib ikkinchi jinoyat sodir bo'lyapti. Xuddi shunday. Bu narsa terpililikka, quloqlikka kirmaydi. Ushbu holatni ko'rdimi, xabar berish kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining o'sha giyohvandlik moddalari, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risida qonunchiligi bor. Mana shu qonunchilikda ushbu holatlarga qarshi kurashish bo'yicha vakolat berilgan, hokimiyatlar bor, mansabdor shaxslar bor deylik. Bu bo'yicha davlatda o'zini siyosati bor. Vazirlar Mahkamasiga vakolat berilgan bu bo'yicha. Mahalliy davlat hokimiyat organlariga vakolat berilgan. Oddiyroq tilda aytadigan bo'lsak, tuman hokimligi, viloyat hokimligi, Mh, bundan tashqari ichki ishlar organlariga, ichki ishlar bo'limlariga, xalq tilida uchastkovoygacha vakolat berilgan bu narsa uchun. Bojxonamizda vakolat bor. Davlat xavfsizligi xizmati, chegara qo'shinlarimizda vakolat bor. Hattoki o'zini o'zi boshqarish organlari, ya'ni mahallamizga ham vakolat berilgan. Mana shularga qarshi kurashish bo'yicha. Hattoki mmh. fuqarolarimizga ham huquqi bor. Mana shunday giyohvandlik vositalarini oldi-sotdi qilayotgan yokida ularni iste'mol qilayotgan shaxslarga qarshi kurashish bo'yicha. Bunday oladigan bo'lsak, vatanni ona deb oladigan bo'lsak, davlatni ota deb oladigan bo'lsak, biz mana shu ota-onani bolalari sifatida aka-ukalarimiz giyohvandlik moddalarini iste'mol qilayotganda ularga qarshi kurashishimiz kerak. Bilamiz, oilada dadamiz ishlaydi. Biz yoshimiz kattaygandan so'ng u kishiga yordam berishimiz kerak, to'g'rimi? Ikki kishiniki yig'ilib katta nimadir hosil bo'ladi. Davlatni o'zi ham xuddi shunday. Bitta davlatni o'zi bu narsaga qarshi kurashib Mmh, hammasini mmh. nol-nol joyiga tushirib tashlay olmaydi. Kuchi Tushunolmaydi. yetmaydi. To'g'ri. O'sha sababli bizlar ham qo'shilib davlatga yordam berishimiz kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga qaraydigan bo'lsak, har bitta fuqaroning huquqlari, majburiyatlari, shu bilan birgalikda burchlari yozilgan. Mana shu deylik, giyohvandlik vositalariga qarshi kurash bu har bitta fuqaromizni, respublikamiz hududida yashayotgan, hattoki fuqaroligi bo'lmagan barcha insonlarni hammasini oliy burchi deb qarasak bo'ladi. Chunki bitta narkomanni qiladigan xatti-harakatning natijasida Natijasi butun ko'p bir oilalar shekilli. buzilib ketishi Ko'p, mumkin, ko'p. butun bir jamiyat buzilib ketishi mumkin. O'sha sababli bizlar har birimiz mana shu jinoyatchilikka, mana shu ishlarga qarshi kurashib, iloji boricha maksimum darajada o'sha psixotrop moddalarni, narkotik moddalarni, giyohvandlik vositalari va ularni analogiklarini iste'mol qiladigan shaxslarni to'g'ri yo'lga qaytarish bo'yicha harakatlarni boshlashimiz kerak bo'ladi. Bu hammamizni eng katta burchimiz hisoblanadi. Ya'ni bu uje bor, Bor, tasdiqlangan narsa. albatta. Ya'ni yonida kimdir iste'mol qilayotgan bo'lsa, buni uje etish kerak. Ha, Man ha. o'zim ham bu narsaga qo'shilaman 100%. Bekorga anaqa ham qilib chiqmadim. Chunki man 3,5 yildan beri sohada ishlasam, o'zi bilmagan holda siz aytganingizdek nimalar qilib yuborishini man ko'zim bilan ko'rib guvohi Tushundim. bo'lganman-da. O'sha ota-onani Mmh. kuydirish bormi, qanaqadir jinoyat qilish bormi, o'ziga zarar yetkazish bormi, atrofidagilariga zarar yetkazish bormi, qo'pol qilib aytganda foydasidan zarari Xuddi ko'proq. shunday. Shunaqa qulluq kasallikda, endi baribir men bu narsaga kasallik deb qarayman. O'shanga значит bor bu narsa. Xuddi shunday. Bundan tashqari, misol uchun, yangi chiqayotgan qonun bu. Hali Xudo xolasa qonun kuchga kiradigan bo'lsa, albatta o'sha, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni deylik oldi-sotisi bilan shug'ullanayotgan, hattoki ularni iste'mol qilayotgan shaxslar haqida siz xabar beradigan bo'lsangiz mukofotlanasiz davlat tomonidan. Bundan tashqari, o'zingiz agar jinoyatchi bo'ladigan bo'lsangiz ham aybingizni tan olib, borib men mana shunaqa ish sodir qilib qo'ydim, kechiringizlar, bilmagandim deb aybingizga iqror bo'lib o'zingizni topshiradigan bo'lsangiz, yuqorida ta'kidlaganimdek, hattoki sizga nisbatan holatdan kelib chiqib, qisman javobgarlikdan ozod qilinishingiz ham mumkin bo'ladi. Hı. Xuddi shunday, qanchalik darajada siz jinoyatni ochishga yordam beradigan bo'lsangiz, o'sha giyohvandlikka qarshi kurashda davlat organlariga o'zingizni ko'magingizni beradigan bo'lsangiz, davlat ham xuddi shunchalik sizga yordam beradi. Bundan tashqari, misol uchun kimdir aytishi mumkin, men narkotik oldi-sotisi bilan shug'ullanib
qo'llanadigan shipimdan qo'rqaman, barondan qo'rqaman, boshlig'imdan qo'rqaman desa, davlat o'sha shaxslarni o'zini himoyasini Himoyasiga ostiga oladi. oladi, himoya qiladi. Bunaqa holatlar ham bo'lgan. Amaliyotimizda juda ko'p ko'rganmiz. O'sha giyohvandlik vositalari, narkotik moddalarni oldi-sotisi bilan shug'ullanuvchi shaxslar haqida borib xabar berganda yokida o'sha guruhlarni ichiga kiradigan insonlar borib guruhdan chiqishga harakat qilib borib tegishli tartibda xodimlarimizga xabar berganda ularni o'ldirish bilan tahdidlar, deylik, oilasi bilan tahdidlar, bolalari bilan tahdidlar bo'ladi. O'ldirib ketish bilan qo'rqitishadi. Mana shu holatda ular qo'rqmasligi kerak. Davlat tegishli tartibda bularni hammasini nazoratga olib, ularni himoya qiladi. Oilasiga ham, o'ziga ham hech qanday ziyon, zarar yetmaydi. Kerakli Bu lekin foyda. birinchi o'rinda bu narsaga oiladan boshlash kerak bo'ladi deb o'ylayman. Chunki yaqinda bitta mana shu holat bo'yicha juda ko'pchilik biladi. Bular narkokurirlar, zakladchiklar. Mhm. Mana shu zakladchiklarning ishi bo'yicha bitta sud protsessi bo'lib o'tdi. Ushbu sud protsessida sud davomida sud protsessining birinchi sud majlisiga ham, oxirgi sud majlisiga ham narkokurirlik bilan shug'ullangan dastavchik, zakladchikda bironta bir oila a'zosi kelmagan. Na dadasi, na onasi, na aka-ukasi, hech kim kelmagan qarindoshi. Sudya so'rayapti, "Nega uyingdagilar kelmadi?" desa, "Men uyimdagilar bilan aloqam yaxshi emas." "Ota-onang bormi?" "Ha, ota-onam bor, lekin ota-onam ajrashib ketgan." "Sen nima uchun bu yerga kirib qolding?" O'zi umuman bolalarga maslahating qanday sen qatorilarga? Nima deya olasan? Ota-onangga nima deysan? Oxirgi so'zing sudya aytyapti. Oxirgi so'z sifatida sizga imkoniyat beraman gapirishga. Gapiring, hurmatli sudlanuvchi deb sudya so'z beryapti. O'sha holatda jurnalist boryapti. Ota-onangizga nima degan bo'lardingiz deb savol beryapti. O'sha zakladchik bolaga ota-onamga hech narsa demayman. Agar bu video televideniyega ketadigan bo'lsa, ota-onalarga gapim bor. Bolalaringni tashlab qo'ymanglar degan gapni aytyapti. U bolani ota-onasi ajrashib ketgan va ota-ona qaramay qo'ygan. Dadasi ham o'zini ishi bilan, onasi ham o'zini ishi bilan qolib ketgan. Bola o'rtada mana shu zakladchik bo'lib, kurir bo'lib, javobgarlikka tortilib, 10 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanib ketdi. Mana shunday birinchi o'rinda bu harakatlar o'sha ota-onani bolasiga nisbatan e'tiborsizligidan kelib chiqadi. To'g'ri, hozir zakladchik deganingizga ko'p endi gaplashganimda u yerda eshitaman, bu yerda eshitaman. Hozir faqat o'sha jinoyat sodir etayotganlar, xullas o'sha qamoqxonada aslamda o'sha iste'molchi, Shunday. sotuvchi bir 90% deb aytishadi-da и o'sha firibgarlik. Chunki o'sha boya aytdim-ku, men o'zim ham ko'p duch kelaman shunaqa narsalarga. Iste'mol qilib olib, iste'mol qilgandan keyin u qanchadir muddatdan keyin uni ta'siri tarqaydi. Tarqagandan keyin organizm ham talab qiladimi, psixika ham talab qiladimi, bo'ldi bu xohlasa xohlamasa majbur sotib olishga. Sotib olish uchun pul kerak. Unaqa u sekin o'sha barakasi ham yo'qolib, har kuni iste'mol qilavergandan keyin sen bo'ldi bu narsa arzon turmaydi. Ishsiz ham bo'lib qoladi. Tushunasiz, o'rtoqlaridan ham ayrilib qoladi, daveriya ham yo'qolib qoladi. Oxiri nima qilib jinoyatchilik qilishga o'tadi. Yo o'g'irlashga, yo o'sha anaqa qilishga, mashinistlik bilan shug'ullanishga. Unaqalar ham ko'p ekanda aytmoqchiman. Shunday. Xo'p, lekin mana men ko'ryapman, o'sha eshityapman, ko'ryapman kluzlarda yo boshqa yo'llarda o'sha internetlarda har xil o'sha qonunlar kurashilyapti, rostdan qilinyapti bu narsalar, qattiq qaralyapti, уже серьезный jiddiy qaramasa bo'lmayapti. Har xil mana siz boya aytganingizdek удобстволар ham chiqqan, что kamaytirish maqsadida qilinayotgan harakatlar. Shularga qaramay, sotuvchilar ham, iste'mol qiluvchilar ham ko'payyapti-da. Sizni fikringiz bo'yicha mana shu nimani hisobiga, yana qanaqa yo'llar bilan bularni sal yo kamaytirsa bo'ladi, yo to'xtatsa bo'ladi? Eshitdim, jiddiy qonunlar chiqqan, jiddiy jazolar ham bor, даже kechirilmaydi degan joylarni ham eshitdim-da. Oldin misol uchun Konstitutsiya kunida yoki yengil kunlarda amnistiya o'qilib ularni chiqarayotgan bo'lsa, hozir unaqa narsalarni ham olib tashlashibdi. Agar sotyaptimi yo kattaroq miqdorda chiqqanmi, bo'ldi, o'sha 10 yilmi, 10 yil o'tirish kerak degan gaplar ham yuribdi-da. Shular to'g'risida ham ozgincha tushuntirib o'tsangiz. Endi bu nima uchun ko'payib ketyapti, nima uchun to'xtamayapti deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizaga vatan xayr, bu oilamizda. Hamma narsa oilaga borib taqaladi, hamma narsa oiladan boshlanadi. Ildizga Agarki borib deysan taqaladi. deydi jamiyatni o'zgartirmoqchi bo'lsang, birinchi boshlab o'zgarishni o'zingdan boshla va keyin oilangdan Oilangdan boshla boshla. deydi. Mana shu oiladagi deylik misol uchun kelishmovchilikdan hozirgi kunda O'zbekistonda bu yig'lagilik statistika aslida 200 ming, 300 mingga yaqin oilalar bir yil ichida ajrim bo'lyapti. Mana shu ajrim natijasida yuqorida ta'kidlaganimizdek bolalar qarovsiz qolib ketadi. Bola qarovsiz qolgandan keyin ko'chada sho'x bolalarga qo'shilib qoladi. Mana shu jinoyatchilikka moyilligi bor
bo'lgan shaxslarga qo'shilib qoladi-da, o'zi bilmagan holatda jinoyat yo'liga kirib qoladi va shu jinoyat yo'liga kirish natijasida deylik bir og'ir jinoyatlarni sodir qiladi yokida xuddi hozirgi mavzumiz kabi giyohvandlik moddalarini iste'mol qilishga ruju qo'yib qo'yishi mumkin. Birinchi o'rinda profilaktikani hamma o'zidan boshlashi kerak. Biz o'zimizni isloh qilishimiz kerak bo'ladi. Ota-onalar bolalariga judayam mahkam turishi kerak, e'tiborli bo'lishi kerak bo'ladi. Mana bular qayerda ko'payib ketyapti? Mana shu ijtimoiy tarmoqda ko'payib ketyapti. Telegramda, asosan Telegramda, Instagramda. Telegramda. Ota-onalar bolalarini telefonini nazorat qilishi kerak. Bizlarda o'sha nazorat hozir ozgina susayib qolgan, lekin avvallari shaxsan men o'zim qishloqda bolasiman. Qishloqda bizaga yoshi katta odamlar ko'chada hattoki bir o'ngga chapga noto'g'ri yuradigan bo'lsak, bizlar tanimaydigan yoshi katta insonlar to'xtatib bizni kerak bo'lsa ximich bilan urgan joylari ham bo'lganda, nu u odamni bizlar tanimaymiz. Ya'ni bitta bolaga 7 mahalla ota-ona degan narsalar avval ishlardi. Hozir o'sha tendensiyalarni ishlashi qanchalik darajada bir sekinlashib ketyapti. Ya'ni sen menga ishing bo'lmasa, meni senga ishim bo'lmaydi degan masalalar bo'lyapti. Hattoki bu masalalar o'sha oilaga kirib ota-onani bolasiga nisbatan e'tiborsizligini olib kelyapti. Ota-onalar mana shu bolalarimizni nazoratga qattiqroq olish kerak bo'ladi. Ularni yurishiga, turishiga, o'zi psixotrop moddani, narkotik vositalarni iste'mol qilgan shaxsni yurish-turishda ham o'zgarishlar paydo bo'la boshlaydi. Ko'zi qizaradi, ishtahasi yo'qoladi, bitta uydan chiqmay qo'yadi, tarki dunyo qilib oladi, yovvoyi bo'lib qoladi. Mana shunaqa holatlar boshlanyaptimi, bolani nazoratga olish kerak bo'ladi va agar holatlar yomonlashsa, tegishli mutaxassislarga olib borib, bolani holati bo'yicha o'rganishlarni olib borish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, o'sha kerak bo'lsa tegishli tartibda maktablarimizda boshlang'ich sinflarda, yuqori sinflarda endi har doim o'sha mahalla profilaktika inspektori tomonidan profilaktik tadbirlar, tushuntirishlar, ma'lumotlar, maslahatlar mana shu ishlar bo'yicha berib boriladi. Har doim bu uzluksiz deylik haftaga yokida oyiga bir marta tadbirlar o'tkaziladi maktablarda. Lekin shunga qaramasdan baribir yoshlarimiz mana shu psixotrop moddalarni, giyohvandlik vositalarini iste'mol qilish, ularni oldi-sotisi bilan shug'ullanish yo'llariga jinoyatchilarni o'sha tuzog'iga kirib qo'shilib qolyapti. Endi bu yerda amnistiya afv masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, har qanday jinoyat sodir qilgan shaxs ham to'g'ri yo'lga qaytishi mumkin. Faqat unga to'g'ri tarbiya, to'g'ri yo'nalish, to'g'ri ta'lim berilsagina. Lekin misol uchun qonunchiligimiz, bizni O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi insonparvar. Bizlar har doim shaxs huquqlarini, inson huquqlarini himoya qilamiz va ularga eng oliy qadriyat sifatida qaraymiz. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida ham belgilab o'tilgan inson huquqlari eng oliy qadriyat deb. Biz o'shandan kelib chiqqan holatda jinoyatchi bo'lsa ham, deylik o'sha jinoyat sodir qilgan bo'lsa ham, agar to'g'ri yo'lga qaytgan bo'lsa, unga nisbatan qonunchiligimizda belgilangan tartibda yengilliklar berishimiz, hattoki ularni deylik o'sha jazo muddatini o'tab chiqqandan keyin kerak bo'lsa ish bilan ta'minlash, ularga ish topib berish bo'yicha davlat ko'mak ham berishi mumkin. Endi amnistiya afv masalasi bu O'zbekiston Respublikasining prezidentini va Oliy Majlisining vakolatlari doirasiga kiradi. Tegishli tartibda o'sha davlat miqyosidagi bayramlarda, jamiyat uchun, aholi uchun muhim bo'lgan kunlarda, deylik Mustaqillik bayrami, Qurbon hayitlarida mahkumlarga nisbatan afv amnistiya e'lon qilinadi. Mana shu holatda agar misol uchun o'sha jinoyatchi mahkum jazoni ijro etayotgan holatda muassasada belgilangan tartib-qoidalarga rioya qilib yashab kelayotgan bo'lsa, odob-axloq normalariga mos ravishda hayot kechirayotgan bo'lsa, deylik o'sha jinoyatchilikka bo'lgan moyilligi yo'qolib ketgan bo'lsa, aybiga chin dildan iqror bo'ladigan bo'lsa, tegishli tartibda qisman afv amnistiya e'lon qilinishi mumkin. Lekin bu masalalar yuqorida aytib o'tganingizdek juda jiddiy qaraladigan masalalar. Ha deganda ma deb afv amnistiya berilavermaydi. Chunki bitta siz jinoyatchiga narkotik sotdingiz, siz u jinoyatchi boshqasini tavsiya qiladi, boshqasi boshqasini, ya'ni bir-biriga ulashib ketaveradi-da, zanjir bo'lib qoladi bu zarar narsa. yetishi mumkin ko'p insonlarga. Misol uchun siz ko'chaga chiqib, deylik, biror bir shaxsni borib mashinasini urib oladigan bo'lsangiz, bitta odam o'lishi mumkin. Bitta odamni siz o'ldirib qo'yganingiz uchun javobgarlikka tortilasiz. Lekin siz giyohvandlik vositasini sotsangiz, nechta odam o'ladi uning orqasidan? Nechta oila buzilib ketadi? Nechta bola yetim qolishi mumkin? Nechta ayol ersiz qolishi mumkin mana shuning orqasidan, to'g'rimi? Xuddi o'sha sababli bularga qonunchiligimizda ha degandan ma deb yengillik berilavermaydi. O'sha sababli jazosini qattiq o'tab berishlari kerak bo'ladi. Mana shu giyohvandlik bo'yicha hozirgi prezidentimizning farmoni chiqqan ekan.
Man o'zim bitta ko'z yugurtirib chiqdim. Endi baribir siz mutaxassis bo'lganingiz uchun oddiyroq tilda tushuntirib berishingizni xohlagan bo'lardim. Qanaqa o'zgartirishlar kiritildi? Qanaqa darajada, jiddiy qaralyapti hozirgi kunda yoki qanaqa rejalar bor? O'zingizni shundoq fikringiz bilan bo'lishib o'tsangiz, chunki mana baribir hozir juda katta farq qiladida. Oldingi narkomanlarga, oldingi giyohvandlarga qaraganda hozirgi narkomanlar ham, hozirgi giyohvand turlari ham juda bir boshqachada. Jiddiy zararlar olib kelyapti. Xuddi shunday. Man o'ylashim bo'yicha shu statistikalarni boya aytdingiz. O'sha yosh даже talabalar, mana misol uchun o'qishda o'qiydiganlarni o'ziga ham bitta iste'mol qilsa yoki sotsa ham, shu zakazchiklik bo'lib, kuryer bo'lib ishga kirgan taqdirida ham o'zi bitta jinoyat qilib turibdi. U jinoyat orqasidan keyin qamalsa yo boshqa qilsa, undan tashqari отчисление ham bor ekanda bu yerda. Xuddi shunday. O'qishidan ham, kontraktda, u kelajagi bu ko'p narsasiga zarar yetdi degani. O'shani oldini olish maqsadida yaxshi narsalar chiqarilgan ekan. Men endi o'zim uchun kerakli joylarini o'qib oldim. Lekin xalqi ichida o'sha boya aytganingizdek, ko'proq urg'uni manimcha iste'mol qiluvchilarga beraman. Chunki, sotuvchilarga-ku ma'lum что qanaqa choralar ko'rinishi. Misol uchun, вроде o'zim uchun tushunib oldim bu narsani. Manimcha xalq ham уже bu narsani tushunib oldi, что bularga уже strogiy qattiq qaralyapti. Lekin o'sha hozirgi yangi chiqayotgan qonunlardan qanaqadir o'zgarish yoki yangiliklar bormi? Ha, albatta, O'zbekiston Respublikasining Prezidentining tegishli farmoni bilan, o'sha giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risidagi qonunchiligimizga, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga, Jinoyat ijroiya protsessual kodekslarimizga tegishli tartibda o'zgartirishlar kiritilyapti. Bunda o'sha ushbu jinoyatlarni sodir qilgan, deylik, giyohvandlik vositalarini saqlagan, sotgan, tashib kelgan, O'zbekiston Respublikasiga olib kirgan, uni o'sha jo'natib bergan shaxslarga nisbatan belgilanadigan javobgarlik masalalari og'irlashtirilyapti. Misol uchun, avval bitta shaxsga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha jarima belgilangan bo'lsa, endi o'sha jarima 150 baravariga o'tyapti. Avval siz o'sha giyohvandlik vositalariga oid bo'lgan jinoyatni sodir qilsangiz, 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi olgan bo'lsangiz, endi 5 yilga ko'tarilyapti. Ya'ni keskin choralar, keskin javobgarlik jiddiy qaralyapti. Bu narsa hazilakam narsa bo'lgani yo'q. Bundan tashqari, o'sha jinoyatchilik haqida, giyohvandlik vositalari bilan shug'ullanuvchi shaxslar yokida iste'mol qiluvchi shaxslar haqida xabar bergan fuqarolarimiz mukofotlanish haqida Prezidentimizning tegishli farmonida qo'shimcha kirib o'zgartiriladi va ushbu ma'lumotlar ham, ushbu normalar ham qonun tizimiga kiritib qo'yiladi. Xuddi shu kabi masalalar ko'rib chiqilyapti. Yuqorida ta'kidlaganingizdek, misol uchun oddiy bir talaba qiziqib qolishi mumkin. Pul ishlash yo'lida, deylik, kontraktda qiynalib qolishi mumkin. Endi qanaqa qiyinchilik kelishidan qat'iy nazar, bu diniy tomonlama ham, islom ta'limotiga muvofiq Insoniylik ham taraflari ham xuddi to'g'ri shunday. kelmaydigan Islom narsa-da. ta'limotiga ko'ra ham, bu giyohvandlik vositalarini iste'mol qilish, bundan tashqari ularni sotish, tarqatish, hamma narsa ushbu holatni o'z ichiga qamrab olgan barcha harakatlar islom ta'limotiga ko'ra ham qoralangan. Mumkin emas. Birinchi o'rinda, agar shaxs musulmon bo'ladigan bo'lsa, diniy e'tiqoddan kelib chiqqan holatda bu ishlarni qilish joiz emas. Ikkinchi tomondan, qonun nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak ham, islom ta'limotida ham javobgarlik masalasi belgilangan, bizni demokratiyamiz, dunyo qonunlarimizda ham javobgarlik belgilangan. Xuddi shunday talabalarimiz ham o'sha mo'may yo'l topish maqsadida, pul topish maqsadida kontraktga qiynalib qolishadi va Telegram, Instagramga kirishadi. O'sha chet davlatda turib, narkotik moddalarni sotish bilan shug'ullanayotgan shaxslar yaxshi ish e'lonlarini berishadi. Oyiga $2000 pul beraman, $3000 pul beraman, qiladigan ishing mana bu qog'ozga o'ralgan tuzni sotasan deydi. Ular o'zlariga nom qo'yib olgan, mana shu tuz deydi yo Tuz deydi, boshqa nom deydi. Qog'ozga o'rashandan keyin joyiga qo'yib kelasan, rasm tashlab berasan. Talabalar juda ko'pchiligi mana shularga ishonib qolib, hozirgi kunda ular aytgan harakatlari sodir qilyapti va qo'lga tushib qolishyapti tezkor tadbir davomida. Bundan so'ng ularga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlik belgilanadi. O'sha jinoiy javobgarlikka tortiladigan bo'lsa, hattoki o'qishidan haydalib ketadi. Bu bir. Ikkinchidan, sudlanganlik holati tushadi, tamg'a bo'lib, bu ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin to'g'ri olib tashlanadi, lekin kelajagiga ta'sir ko'rsatadi bu narsalar. Uchinchi o'rinda, misol uchun milliy qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holatda ertaga agar bo'ydoq bola bo'ladigan bo'lsa, uylanish paytiga kelganda kimdir bilsa bu haqida
narkomanga Mh. qizimni bermayman Mh, dedi. Men mh, nasha mh, chekadigan mh, bolaga mh. beradigan qizim yo'q deb, hattoki uylanish masalasi ham kechikib ketishi mumkin. Hozirgi kunda, aynan mana shu bizani yoshlarimiz orasida, deylik, qizlar orasida ham, yigitlar orasida ham, eng avjiga chiqqan narsa maktab yoshi o'sha 7-8 sinfdan boshlangan bilishimcha, sevdim, o'ldim, kuydim, jonim asalim degan temalar bo'ladi. Mana shu mavzular doirasida, deylik, bitta bola bir qizni yaxshi ko'rib, gaplashib, oxiriga bormasdan tashlab ketib qoladi. Keyin qiz nima bo'ladi? O'sha, yolg'ondan ekan muhabbatga ishonib qolib, qayerdandir o'sha narkotik moddani, psixotrop moddani topib, uni iste'mol qiladi. Mh. Mana shuni iste'mol qilish natijasi keyin oxir-oqibatda o'sha narkotik moddani iste'moliga o'tirib qoladi va kelajagi ham barbod bo'lib ketadi. Bundan tashqari hozir ular o'sha narkotik vositalarni, giyohvandlik vositalarni, psixotrop moddalarni sotadigan sotuvchilar, qo'shnoqchidagi tadbirkorlar marketingni shunaqa darajada zo'r Mh, qilyaptiki, mh. o'g'il bolalardan ham ko'proq ular qizlarga o'tkazishga harakat qilyapti. Nimaga deganda, misol uchun bir chiroyli qiz, yaxshi qaddi-qomati kelishgan qizni agar ular narkotik modda iste'mol qilishga o'rgatib oladigan bo'lsa, tabiiy ravishda siz ko'chada ko'rgan yaxshi bir qizingizga o'g'il bola bo'ladigan bo'lsangiz, unda sizga nisbatan monelik Mh, uyg'onadi va mh. gaplashishga harakat qilasiz. Siz o'sha qiz bilan gaplashasiz, o'sha gaplash davomida narkotik modda iste'mol qiladigan qiz yaqinlashganingizdan so'ng sizga o'zini holati haqida xabar beradi va sizni ham o'shani chakib ko'rishga, iste'mol qilishga jalb qiladi. Taklif qilib jalb qiladi. Natijada siz o'shani iste'mol qilasiz, to'g'rimi? Keyin siz iste'mol qilganingizdagi siz o'rtog'ingizni chaqirasiz, o'rtog'ingiz o'rtog'ini chaqiradi. Bu marketing, sarlavha Mh, marketing mh, deyiladi mh. bu narsa. Hozir bular mana shunaqa marketing yo'llariga kirib olishgan. Qizlarni ilintirish, narkotik moddani iste'mol qilishga. Shuni natijasida ko'ryapmiz, qaysidir qiz bola o'sha most ustiga chiqib olib, o'zimni tashiyman deyapti. Aslida o'sha qizda narkotik modda ta'sirida. Ta'sirida bo'ladi. Qaysidir Aha. qiz bola tomga chiqa olyapti, tomdan o'zimni tashiyman deyapti. Qaysidir pichoq olib, pichoq bilan tomirimni kesaman deydi. Bir qiz chiqa olib, gaz turbani ustiga o'zimni tashiyman deyapti. Mana shu holatlarning hammasi psixotrop Psixotrop moddalarni yoki sintetik iste'moli moddalarning ta'sirida, ta'sirida. Aha. giyohvand vositalarni ta'sirida bo'lyapti. Lekin ko'pchilik buni asl ma'nosi qayerdan sodir bo'lyapti, bu narsani bilmaydi. Voy, Mh. bechorani yigit Yigit tashlab tashlab ketibdi deb ketibdi. xulosa Ha, ha, qilishadi ha. biznikilar. Chunki sog' inson o'zi u juda qiyin-da o'ziga jabr yetkazishi. Xuddi Sababi shunday. instinkt самосохранение degan narsa bor. Qo'rquv bekorga berilmagan. O'ziga zarar yetkazmoqchi yoki jabr yetkazmoqchi bo'lsa, baribir nimadir to'xtatib turadi sog'lom Hmm, insonni, sog'lom shunday. fikrlovchi inson. Lekin uni ta'sirida bo'lganidan keyin hissiyotlar bloklanadimi, unbloklanadimi, qo'rquvlar Hmm, bloklangandan keyin u o'zini joniga jabr yetkazib bo'lsa ham iste'mol qilishga yoki o'zini joniga jabr yetkazishga bo'lsa ham unda hech qanaqa qo'rquv bo'lmaydi. xuddi O'sha siz shunday. aytganingizdek, chunki man ham ko'p ko'raman. O'zimcha aytamanda endi man kamida mana shu sintetika, kamida Hmm, yoki mana shu mana bunaqa narsa iste'mol qilib olgan desam, keyin уже faktlarga qaraganda haqiqatdan shunaqa bo'lib chiqadida shuni ta'sirida. O'sha hmm, aytganingizdek, ongi zaharlab yoshlarni qirish maqsadida xuddi qilinganmi, shunday. xullas bilmadim. Chunki bekorga aytilmaydi, bizani kelajagimiz bu bizani yoshlarimiz deydi-ku. Hmm, Bu ayniqsa hozir shu yoshlarni orasida sodir bo'layotgan hmm, narsada. Keyin как раз bitta narsa esimga tushib qoldi. Ikkita hozir mani qiynayotgan emas, man kerakli savollar bor edi, o'shanga javob so'ramoqchi edim. Eee, Mana bizada davlatga murojaat qilsa, ko'pchilik o'zi nimadan qo'rqadi, nimaga murojaat qila olmaydi? Uyat, isnod, xuddi o'sha siz shunday. aytganingizdek, or, nomus mana bunaqa narsalar bor-ku bizani Hmm, jamiyatimizda. Agar hozir borib aytsam, buni uchetga qo'yib qo'yishadi. Bu bo'ldi, tamg'a bo'lib qoladi, narkoman degan nomni oladi degan tushuncha hmm, juda ham ko'pda jamiyatimizda. Misol uchun bizni xususiymizni biz hech qanaqa hmm, qo'ymaymiz hmm, uchetga. Lekin mana siz aytganingizdek davlatga murojaat qilsa, o'zi tan olib yoki o'sha qaramligini tan oldi yoki o'sha qanaqadir jinoyat sodir qilganini tan oldi o'shani ta'sirida. Murojaat qilsa uchetga qo'yiladimi, qo'yilmaydimi? hmm. Именно davlatda o'sha anaqa больницалari tomonidan. Albatta ro'yxatga olinadi. Ushbu shaxslarning hammasi ro'yxatga olinib, tegishli tartibda davolanib chiqqandan keyin ham bular kuzatuv ostida bo'ladi. Mhm. Endi bu yerda fuqarolarimiz bilishi kerakki, ularda huquqlari ham bor, majburiyati bilan birgalikda. O'sha narkologik kasalliklar profilaktikasi va ularni davolash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni bor. Ushbu qonunga muvofiq iste'mol qiladigan shaxslar, o'sha narkologik kasalliklardan qiynalib kelayotgan shaxslar O'zbekiston Respublikasining viloyatlarida, tuman shaharlari markazlarida tegishli tartibda barcha o'sha deylik
muassasalar tashkil qilingan. O'sha narkolik dispanserlar, ularga qarshi kurashuvchi ilmiy ta'lim tadqiqot markazlari qurilgan. Bundan tashqari tibbiyot birlashmalarida narkolik kasalliklarga chalingan shaxslar bilan shug'ullanuvchi kabinetlar mavjud. Fuqarolarimiz bemalol borib, o'sha yerga murojaat qilsa bo'ladi. Ularning murojaati birinchi o'rinda tushunsinki, menga tamg'a bo'lib qoladi, mahallamda boshim ko'tarib yurolmayman, ota-onamni sharmanda qilaman, yuzini yerga qarataman, hamma biladi keyin meni degan narsani esdan chiqarish kerak. Bu maxfiy saqlanadi. Mhm, Ular haqidagi ma'lumotlar hech qayerga ochiqlanmaydi. Faqat davlatning tegishli tartibda o'zini bazasida, elektron bazada mhm, shakllantiriladi. Qayerdadir bir birjida agar shu haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, olishi mumkin bo'ladi shaxsni mhm, o'zi mhm, yokida uni qonuniy vakili. Undan boshqa inson borib, u haqidagi ma'lumotlarni tegishli organlardan so'rab bilib ololmaydi va mhm, ushbu ma'lumotlar tashqariga chiqarilmaydi. mhm, Fuqarolarimiz borib murojaat qilgandan so'ng, ularni tegishli tartibda o'sha davlat muassasalariga olib yotqizishadi, u yerda davolashadi, u yerda yetarli barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Yeb-ichishidan tortib, kiyinishidan tortib, yotib turishidan, davolanishi, doktorlar qarashi hammasi tartibga solingan, tizimlashtirilgan. U yerga borib murojaat qilgandan so'ng, o'sha glavvrach yokida narkologik shifokor orqali uni holati o'rganib chiqiladi va tashxis qo'yiladi. Bu qancha miqdorda davolash kerak, qancha muddat bu davolanish kerak. Ma'lum bir muddat davolanadi. O'sha davolanish davomida, agar ruhiy holati, jismoniy holati yaxshilanadigan bo'lsa, keyin unga javob beriladi. Javob berilgandan so'ng ham o'sha shifokor kuzatuvi, nazorati ostida kuzatib boriladi. O'sha narkologik dispanserlarda davolanayotgan fuqarolarimiz bundan tashqari mehnat faoliyatini ham amalga oshiradi. U mhm. yerda, o'sha, tibbiy deylik, ambulator xizmatlaridan tashqari, deylik shifokorlar xizmatlaridan tashqari mehnat terapiyasi ham amalga oshiriladi. Turli terapiya. Xuddi Ha, shunday. ha. Bu yerda, fuqarolarimiz birgalikda ishlash davomida agar pul daromad topadigan bo'lsa, ushbu daromadlarning 30% davlat hisobiga o'tkaziladi, qolgani o'ziga beriladi. Mhm, Ya'ni o'sha yerda ovqatlanishi uchun, yokida boshqa bir kitob olishi, jurnal, gazetalarga obuna bo'lish uchun o'ziga beriladi. Demak, bu yerda davolanish bilan birgalikda siz mehnat faoliyatini ham mehnat amalga oshirishingiz faoliyatini. mumkin ekan. Mhm, O'sha siz topgan daromadingiz agar farzandlaringiz bo'lsa, ularga yo'naltiriladi, qarindoshlaringizga yokida soliqlaringizga, aliment to'lovlaringizga yo'naltiriladi. Fuqarolar mana shu narsani tushunib borishlari kerak bo'ladi. Buni yaxshi hech qanaqa ma'lumot bo'ldi. yomon tomoni yo'q. Borish kerak, tan olish Tan kerak, olish kerak. murojaat qilish kerak. Albatta, davlat ularga yordam beradi. Yordam beradi. Davlat har bitta fuqarosini, kerak bo'lsa, o'sha tegishli tartibda agar moddiy sharoiti yetmasa o'zini davlat muassasalariga borib murojaat qilsa davolab chiqarib beradi. Agar moddiy sharoiti o'ziniki yetarli bo'lsa, bemalol, bu bo'yicha xususiy shifoxonalar ham tashkil qilingan. O'sha yerga borib murojaat qilishlari ham mumkin bo'ladi. Bundan tashqari u yoqqa kirgandan keyin, tushunib olish kerakki, telefon apparatlaridan, mobil qurilmalardan, qimmatbaho deylik, tilla taqinchoqlar yoki pul mablag'larini valyuta ko'rinishida, qog'oz ko'rinishida olib yurolmaydi. Bundan tashqari ularni o'sha ko'chadagi narkotik modda iste'mol qiladigan tanishlari bilan ko'rishtirmaydi. Ko'rishtirilmaydi. Bularni ham hisobga olish kerak bo'ladi. Mhm, Faqat o'zini oila a'zolari, qarindoshlari bilan ko'rishtiradi. Agar boshqa bir begona shaxslar bilan ko'rishtiradigan bo'lsa, pul mablag'lari o'ziga berib qo'yiladigan bo'lsa, yana o'sha, yo'liga qaytib olishi mumkin bo'ladi. O'sha sababli nazorat bo'ladi. Nazorat bilan birgalikda insonparvarlik bo'ladi, mehribonlik bo'ladi, ijtimoiy himoya bo'ladi. Har tomonlama shaxsni o'sha jamiyat uchun kerakli inson bo'lib, yana o'zini holatiga qaytishiga, ruhiy, jismoniy holati to'g'ri yo'nalishga tushishiga davlat har tomonlama ko'maklashadi. mhm. Rahmat kattakon. Yaxshi ma'lumotlar berdingiz. Men ham bilmas ekanman bu narsalarni. Xo'p, a, sizga men o'zimni shaxsiy savolim bu mana giyohvand insonligi, mayli iste'mol qiluvchiligi, o'zingiz qanaqa qaraysiz? Jinoyatchidek qaraysizmi yoki yomon odatdek qaraysizmi yoki rostdan ruhiy kasaldek qaraysizmi? Endi, qarash shaxsni holatdan kelib chiqqan holatda bo'ladi bizda. Agar misol uchun o'sha shaxs deylik giyohvandlik vositalarni, psixotrop moddalarni, ularni analoglarini, prekursorlarni oldi-sottisi bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, kimdirlarni, boshqa bir shaxslarni o'sha o'zini oqimiga tortib, narkotik modda iste'mol qilishga jalb qilayotgan bo'lsa, albatta bu shaxsga bemor sifatida qarab bo'lmaydi. O'zi iste'mol qilgan taqdirda ham bu jinoyatchi bo'ladi. Agar, o'sha jinoyatchini ta'siriga tushib qolib, narkotik modda iste'mol qilib, jabrdiyda bo'lib, yuqorida ta'kidlaganimizdek uyiga kirib olib, bitta xonadan chiqmasdan, endi qanday qutulaman bu yo'ldan deb turgan, achinib qilgan ishidan
pushaymon bo'lib turgan shaxs bo'ladigan bo'lsa, bunga albatta biza bemor ko'rinishda qaraymiz va qo'limizdan kelganicha jamiyatimiz a'zosi sifatida, vatandosh sifatida bu shaxslarga yordam berishga harakat qilamiz. Chunki ularga yordam berish har bir fuqaroni yuqorida ta'kidlaganimizning eng oliy burchi, qadriyatlaridan biri hisoblanadi. Ha, siz ham har xil inson bilan ishlaysiz. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda, narkotik odam tanlayaptimi yo'qmi? Nimaga bu narsalarni aytyapman? Sababki mani o'zimni shaxsan bitta yurist bemorim bo'lgan. O'zi iste'mol qiluvchi bo'lgan. Juda qiyin bo'lgan Hmm. u bilan ishlash. Nimaga? Mendan juda o'ta aqlli, qonun taraflama juda aqllida. Chunki 6 oy izolyatsiyaga qo'yyapmiz. Sanlarni haqqing yo'q, huquqing yo'q. Men aytaman, u diagnoz qo'yilgan. Sen hozir o'zingga anaqa qilolmaysan, sani yaqinlaring kafil turibdi desam, yo'q, men уже voyaga yetganman. Xullas, u bilan oxiri kelishib oldik. Misol uchun yuridiskiy taraflama savollar bo'lsa, to'g'ri men tan olaman. Mani ilmim past, nima desa sizga eshitaman, lekin hozir biling, что siz kasallik to'g'risida menda ko'proq ma'lumot bor. Siz mani eshitishingizga majbursiz tuzalmoqchi bo'lsangiz, xullas kelishib olganmiz. Haligacha ham gaplashib turamiz. Вроде yaxshi yuradilar. И undan tashqari men har xil sohada ishlaydigan insonlarni ko'rganman, hammasida baribir borda. Endi hammasida emas, ko'pida men aytmoqchiman, narkotik tanlayotgani yo'q hozir. Shunaqa. Odam ko'pida bor. O'shanga o'zingizni fikringiz qanaqa? Misol uchun nima sohada ishlashidan qat'iy nazar shu kasallikka chalinib qoladigan yoki shu yo'lga kirib ketib qoladigan insonlar bormi? Bu nimaga? Chunki ko'pchilik men unaqa insonlardan ancha uzoqdaman deydi-da. Mana misol uchun ogoh bo'lgin, ehtiyot bo'lgin, mana shunaqa narsalar sodir bo'lyapti ko'chada yoki farzandingga qarab qo'y, unga qarab qo'y desa, yo mani atrofimda men namozxonlar bilan yuraman yoki men sportsmenlar bilan yuraman, yo men unaqalar bilan yuraman deydi. Men bundoq на самом деле qarasam har xil insonlarda kuzatilayotgan narsa-da. O'shanga o'zingizni чисто fikringiz qanaqa bu narsaga? Narkotik odam tanlamaydi, faqat odam tanlashi mumkin. Inson o'zi tanlashi mumkin. Endi siz aytganingizdek, agar bu narsa ilmsizlik deb oladigan bo'lsak, ilm darajasi juda ham yuqori bo'lgan insonlarni ham ko'rganmiz. Psixotrop narkotik moddalarni iste'mol qilib yurganini. Ilmlilik desangiz, bu narsa ham to'g'ri kelmay qoladi. Misol uchun shaxsan o'zim bilaman, shifokorlarimizni o'zi ko'rganmiz ham, muloqotda ham bo'lganmiz, mana shu sohaga aralashib qolganlarni. Hattoki o'zimizni kasbimizdan kelib chiqqan holatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ishlaydigan xodimlarimiz, tezkor xodimlarimiz, surishtiruvchilarimiz hattoki mana shunday moddalarni oldi-sotisiga aralashib qolishi, o'sha jinoyat natijasida olingan psixotrop moddalardagi giyohvandlik vositalarini ayrim bir shunday xodimlarimiz borki, tashqarida o'zini deylik hamtovoqlari bilan birgalikda oldi-sotdi qilib, qolganlarga yetkazib berish bilan shug'ullangan insonlar ham bor. Hattoki o'zlari iste'mol qilib yuradigan insonlar ham bor. Misol uchun yuristlarni orasida oladigan bo'lsak, yuristlarni orasida ham bunaqa moddani iste'mol qiluvchi inson topilishi mumkin. Oddiy taksistlarni oladigan bo'lsak, ular orasida ham, namozxon desak, hoji akalarimizni ham orasida bunaqa moddani iste'mol qiladigan insonlar topilishi mumkin. Chunki bu narsa o'zi insonni avvalo tarkiga bog'liq, aqliga bog'liq. Es-hushi joyida bo'lgan inson misol uchun bunaqa noto'g'ri yo'lga kirmaydi deb o'ylayman va ikkinchi o'rinda insonni yon atrofiga ham bog'liq bu narsa. Judayam katta. Chunki sen deydi qozonga yaqin yursang qorasini Qorasi yuqtirasan yuqadi. degan gap bekorga aytilmagan va aytishadi, sen 4 ta dono orasida bo'lsang, 5-dono sen bo'lasan deydi. 4 ta narkoman orasida bo'lsang, 5-narkoman sen bo'lasan degan gap ham bejizga aytilmaganda, sizni yon atrofingizdagi auditoriyangizga ham bog'liq. Yoningizda kimlar yuribdi? Alkash bormi, bomush bormi, narkoman bormi, jinoyatchi bormi? Sizdan nisbatan moyilligingiz o'shalarga qarab ortadi. Shaxsan meni o'zimni amaliyotimda ham demayman, o'zimni hayotimda bo'lgan masalani sizga aytib beraman. Yurist bo'lishimdan avval, yuridik sohaga kirib kelishimdan avval to'g'risini aytaman, juda ham yomon bola edik. Xuddiki ko'cha edik biza. Ko'chada bolalarni urib, pichoq bilan qo'rqitib, pulini olib qo'yardik, qizi bilan bo'lsa qo'rqitardik, boshqa qilardik. Har xil mana shunga o'xshash qonun bilan taqiqlab qo'yilgan xatti-harakatlarni sodir qilardik. Keyin o'ylab qarasam, bu ish bilan men ko'pga bormayman. Uzog'i qamalib ketaman, bir 10-15 yilga. Qamalganingizdan keyin butun kelajagingiz tugaydi. Keyin yon atrofimni o'zgartirishga qaror qildim. Yon atrofimdagi shaxslarni hammasi bilan aloqani, muloqotni uzib tashladim va boshqa
dunyoda yashaydigan insonlar orasiga kirib bordim va hozir mana shunday natijaga erishib turibman. Avvalo inson bunday, moddalardan yiroqlashishi kerak bo'ladi. Bunaqa ishlardan Yaqiniga qochishi yurish kerak kerakmas. bo'ladi Mhm. va yon atrofida shu kabi shaxslarni ko'radigan bo'lsa iloji boricha, ularga yordam berishga harakat qilish kerak, ularga qo'shilib qolishga emas. Ular bilan qo'shilib iste'mol qilishga emas. Bu uchun ham avvalo insonda ilm bo'lishi kerak bo'ladi. Buni eng katta, boradigan narsa bu ilmsizlik. Aytishadi, agar sen deydi biror bir jamiyatni egallamoqchi bo'lsang, qaysidir mamlakatni parokanda qilmoqchi bo'lsang, o'sha mamlakatni ilmsizlashtir deydi. Mhm. Ilmsizlashgan jamiyatda jinoyatchilar ko'payadi, ilmsizlashgan Jinoyatchilar. jamiyatda narkomanlar ko'payadi, ilmsizlashgan jamiyatda fohishalar ko'payadi, pedofillar ko'payadi. Mana shuni bari, na dinga, na qonunga to'g'ri Qonunga, kelmaydigan, na inson qadriyatga to'g'ri qadriyatga kelmaydigan to'g'ri. insonlar ko'payadi. O'sha sababli birinchi o'rinda, o'sha ilmiy tomonlama insonlarimizga profilaktik tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak. Bizlar qonuniy tomonlama, sizlar mana shunday tibbiy tomonlama insonlarga mana shu masalalarni yetkazishimiz kerak bo'ladi. Agar shug'ullansang 20 yilgacha qamalasan. Hurmatli vatandosh, agar chakadigan bo'lsang 3 yil manida davolanasan degan masalalarni Ustiga tushuntirishimiz kerak qaytib bo'ladi. bo'lmaydigan, tiklab bo'lmaydigan Xuddi shunday. asoratlari ham qolishi ham. Xuddi shunday. Jismoniy holati, ko'rganmiz, mana shu modda ta'sirida iste'mol qilib, hattoki jismoniy holati deylik, sog'lom odam ko'chada 90 gradusda tikka tura oladigan bo'lsa, yo 180 gradusda tura oladigan bo'lsa, iste'mol qilgan odam hattoki o'sha o'z qomatini, tanasini tik tutolmaydigan holatga ham borib qoladi. Mana shunaqa holatlarni tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun imom domlalarimiz, mullalarimiz, hoji aka, qori akalar bo'ladigan bo'lsa, ular diniy tomonni tushuntirib berishi kerak. Islom ta'limotida qanaqa, mahallamizdagi oqsoqollar ularga tushuntirish kerak: "Ey bola, agar nasha chekadigan bo'lsang, ertaga qizini bermaydi, mahalladan chiqarib qo'yamiz, ayirib qo'yamiz." Yo, shunga o'xshash bir yomon oqibatlarni tushuntirish kerak bo'ladi. Lekin bu yerda, mahalladan chiqarib qo'yamiz deb yomon tomoni tushuntiriladi. Lekin, agar o'z holatiga qaytarishga hamma harakat qiladi. Harakat qilgandan keyin yana uni o'zimiz bag'rimizga qaytaramiz. O'shani ham, unutmasligimiz kerak bo'ladi. Hozir kimdir ko'rib, jinoyatchini demak ayirib tashlash kerak ekan, sen bizadan emas ekan, devorish kerak ekan degan narsani tushunib qoladi. Yo'q, unaqa emas. Ma'lum bir miqdorda qo'rqitishimiz kerak. Qo'rqitgandan keyin, uni o'sha yo'ldan qaytarib, yaxshi tomonlama yana oramizga qaytarishimiz Yo, kerak. o'zi mani fikrimcha, agar hamma o'ziga mas'uliyatni olib chestniy bo'lsa, adolatli bo'lsa, misol uchun iste'mol qilyapmanmi, bo'ldi, mani mas'uliyatim mani bo'ynimda. Значит, jabrini man ko'raman yoki kimgadir taklif qilyapmanmi, uni ham jabrini man ko'raman. Chunki man tufayli kimgadir jabr yetyapti, kimnidir oilasiga jabr yetyapti deb, agar har bitta odam o'zini shu boya aytganingizdek isloh qilsa, man o'ylashim bo'yicha o'zi avtomatik odam uzoqlashaveradi bu narsadan. Xuddi Yo bo'lmasam shu iste'mol qiluvchi insonlarga yaqin yurmasa ham, хотя бы o'sha do'stlari, bilmayman, sportsmen bo'lsin, o'sha siz aytganingizdek o'qiydigan insonlar bo'lsin, ilmli insonlar bo'lsin, fikrlash doirasi keng insonlar bilan yursa, o'zi avtomatik o'sha odamdan baribir energiya oladida, shunday. o'zgarib ketaveradi, hayoti ham, atrof muhiti ham. Shunday. Bu narsalar endi, insondagi o'sha maqsadsizlikdan kelib chiqadi. Birinchi o'rinda bekorchilikdan kelib chiqadi. Bekorchilikdan, Bekorchidan xudo maqsadsizlikdan, bezor degan bezor. naqllar ham bekorga aytilmaganda, inson o'zini qanaqadir bir ish bilan band qilib qo'yish kerak. Hech kim pul bermasa ham borib qayerdadir nimadir ishni qilib turish Qilish kerak. kerak. Kim bekor qolib ketgandan ko'ra, qanaqadir ish bilan band bo'lib turadigan bo'lsa, bugun tekinga ishlayversa, ertaga albatta baribir uni mevasini oladi. O'sha sababli inson o'zini oldiga aniq maqsad qo'yish kerak, aniq yo'nalish qo'yish kerak va auditoriyasini, yon atrofidagi insonlarni to'g'rilab harakat qiladigan bo'lsa, bunaqa jinoiy yo'llarga, bunaqa oqimlarga kirib qolmaydi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Hech giyohvand insonlar murojaat qilganmi sizga? Manga, mana bunda yordam bering yoki mana bunaqa sudim bo'lyapti, yoki sotuvchilarmi giyohvand moddani? To'g'ri, bizga juda ko'p murojaat bo'ladi. Bu bo'yicha ayniqsa giyohvandlik vositalarini oldi-sotisi bilan shug'ullangan shaxslar ota-onalari. Muzaffarjon, o'g'lim psixotrop modda sotib qo'yibdi, o'g'lim nasha sotib qo'yibdi, o'g'lim narkotik sotib qo'yibdi, operlar ushlab olib ketib qoldi, xodimlar ushlab oldi, qamab qo'yishdi. Endi men nima qilaman? Iltimos, bolamni qamoqdan chiqarish uchun menga yordam bering deb yig'lab keladi. Haligi, ota-onani holatini ko'rsangiz, ishoning, yuragingiz titilib ketadi. Agar qalbida zarracha bir iymoni bor odam bo'ladigan bo'lsa, u ota-onani bitta yuristni, bitta advokatni oldiga kelib yolvorishini ko'rsangiz, iltimos bolajonimni qamoqdan chiqarib bering deb yig'lashini ko'rsangiz,
o'zingizni yig'idan ushlab turolmaysiz-da. Sud protsessida, sud majlisida sudya hukm o'qiyotganda haligi ota-ona qon yig'laydi. Ko'zidan to'g'ri yosh oqishi mumkin, lekin qon yig'laydi. Bola bechora jinoyatni qilib qo'ydi, jinoyatni sodir qildi. Mayli, u ketdi endi, boradigan joyi aniq. Lekin bu yoqda qoladigan ota-ona, uylangan bo'lsa bolalari, uylangan bo'lsa xotini, ularni holati nima kechadi? To'g'ri, bizaga murojaat qiladi. Endi advokatlar to'g'risida qonunchilikka muvofiq advokatlar himoya qilish kerak. Jinoyat sodir qilgan bo'lsa ham, aybdor bo'lsa ham, aybsiz bo'lsa ham, o'zini e'tiqodidan, dinlik dunyoqarashidan kelib chiqqan holatda himoya qilish kerak bo'ladi. Endi biz ham joyi kelganda o'sha narkotik moddani sotgan shaxslarni himoya qilamiz, lekin juda ko'p holatlarda bunga o'xshash ishlarni qabul qilmaymiz. Endi Chunki aytmoqchi edim, qanaqa holatda himoya Ha, qilasiz, qanaqa holatda himoya qilmaysiz? Chunki men o'ylashim bo'yicha qisman siz ham sababchi bo'lib qolasizda, kimdir ha, qamalib ketmasligiga yo kimdir endi qamalishiga deya olmayman, chunki u ishini olmaganingizdan keyin mana shu xuddi yerda shunday. uchastkavochi qilmaysiz. Bu yerda, ikki xil holat bor bizlarda. Aynan, narkomaniya bilan bog'liq, giyohvandlik vositalarini oldi-sotisi bilan bog'liq, psixotrop moddalarni, ularda analoglar, prekursorlari bilan oldi-sotisi bilan bog'liq bo'lgan masalalarda, jinoyat sodir qilgan shaxslarni ishini qabul qilish yokida qabul qilmaslik to'g'risida bizda ikki xil qarash bor. Shunday insonlar borki, biz ularni ishini umuman qabul qilmaymiz. Chem bu narsa dunyoviy tomonlama qarash bilan ham, diniy tomonlama qarash bilan ham, milliy qadriyatlarimizga ham, o'zbekchiligimizga ham, an'anamizga ham, qonunimizga ham hech bir narsamizga to'g'ri kelmaydi. Yana bir ikkinchi holatimiz borki, bunda yoshlar bo'ladigan bo'lsa, misol 15 yosh, 16 yosh talaba bo'lsa, birinchi, ikkinchi kurs bolasi bo'ladigan bo'lsa, bechora rostdan ham pulga muhtojlikdan adashib qilib qo'ygan bo'lsa, Yoki bilmasdan qilib qo'ygan majburligidan bo'lsa, qo'ygan bo'lsa, yoki majbur bo'lib tushunmasdan. qolgan bo'lsa, o'sha holatlarda rostdan biza ishini olamiz. Mhm. Chunki u bolani to'g'ri yo'lga qaytarishimiz kerakda. To'g'ri, u javobgarlikdan ozod qilib olmaymiz. Bizani u narsa qo'limizdan kelmaydi. Chunki jinoyat sodir qildi. Qonun ustuvor, jazo muqarrar, jazosini oladi. Qisman unga yordam berishimiz, uni huquqlarini buzilmasligini himoya qilib, uni boshida turib o'sha tergov jarayonlarida, sud protsesslarida qolgan huquqlarni himoya qilib berishimiz mumkin. Lekin advokat degani sen terrorist bo'lsang ham, odam o'ldirgan bo'lsang ham seni javobgarlikdan ozod Ozod. qildirib yuboradi degan tushuncha emas. Advokat seni huquqlaringni qonun doirasida himoya qiladi. Jinoyat sodir qilgan bo'lsang, javobgarlikni olasan. Javobgarlik aniq, sen sodir qilding. Mana shu holatlarda ota-onalar juda ko'p murojaat qilishadi. Ayniqsa biz oladigan ishlar 16, 18, 20 yoshli bolalarni ishini olamiz. O'sha student yoki maktab o'quvchisi ota-onasi kelib murojaat qilganda, endi shunaqa holatda keladi, ota-ona ishoning, uni olmasligingizni iloji yo'qda, qo'ying, pulingiz ham kerak emas. Keling o'sha o'g'lingizga qisman biza yordam beraylik, insoniylik tomonidan deb, qalbingizda, ko'nglingizda nimadir uyg'onib ketadi. Chunki hech kimni Shunaqa ota-onasiga holatlarda emas aql kerak. bilan qaror qabul qilasizmi yoki qalbingiz bilanmi, hissiyotlaringiz bilanmi? Endi bizlar Endi chunki men bu narsani juda ham yaxshi tushunamanda. xuddi shunday. Chunki xuddi shunaqa yo'nalishda ko'p ota-onalar keladi, bolam iste'mol qilyapti, Shunaqa. uje bu qaytara olmayapmiz nekaki. Hamma narsa qilib ko'rdik deydi. O'sha siz aytayotganingizdek yig'i-sig'i, Hmm. uni qilinayotganmanmi dodvoylar, u odamni haqiqatdan ko'ziga yosh keltirib yuboradi-da. Ya'ni Shunaqa. shunaqa paytda qanaqa holatga tushasiz endi o'zingizni anaqangiz bo'yicha-da? Endi biza yuristlar umuman hissiyotga berilmasligimiz kerak. Biza hissiyot bilan agar ish ko'radigan bo'lsak, qonunchilikka zid bo'lgan harakatlarni Judayam yokida o'zimizni kasb etikamizga to'g'ri Etikasiga. kelmaydigan harakatlarni sodir qilib qo'yishimiz mumkin. O'sha sababli biza hissiyotga berilmasdan har bir masalani muloqot qilib, ma'lumotlarni yig'ib, tahlil qilib, fikrlab, aql bilan ish ko'rishimiz kerak bo'ladi. Aha. O'sha sababdan ham bizlar qabul qiladigan ishlar asosan shu narkomaniya, giyohvandlik vositalariga doir bo'lgan masalalarda asosiy oladigan ishimiz bunaqa dastavchik bolalar. Telegramda ish izlagandim, aka pul topishga majbur bo'lib qoldim, bechora bolaman, ko'chada qolib ketganman, Aha. pulim yo'q, qishloqdan Toshkentga Klassika bo'lsa kelganman. kerak bu. Xuddi shunaqa holat bo'lsa aka, olishimiz mumkin. Lekin giyohvandlik vositalarini, ularda analoglarini, psixotrop moddalarni rostdan sotib pul qilayotgan Pul shaxslarni umuman ishini olmaymiz. Bu kabi ishlarni umuman qabul qilmaymiz. Chunki yuqorida ham ta'kidladik, bu hech bir mezonlarga to'g'ri kelmaydigan jinoyat hisoblanadi. Mhm. Tushunarli. Eng og'ir jinoyatlar bo'lsa, misol uchun eng top 3 ta jinoyatlar bo'lsa deylik, o'shalarni qatoriga kiradimi? Giyohvand oldi-sotisi? Kiritishimiz mumkin. Sizni fikringizcha kiritish Kiritishimiz mumkin. mumkin. Misol uchun, inson sha'niga deylik
inson joniga qasd qilish bu eng og'ir jinoyat sifatida qaraladigan bo'lsa, bular qatoriga o'sha terrorizmni kiritishimiz mumkin. Aynan mana shu giyohvandlik vositalarni oldi-sotisi bilan shug'ullanayotgan shaxslarni kiritishimiz mumkin. Top 3 qatoriga kiritsak bo'ladi. Nimaga desangiz, bu giyohvandlik vositalarini sotadigan insonlar sizga agar sotib moddani sizni iste'mol qilishga o'rgatadigan bo'lsa, siz yana bir shaxsni o'rgatasiz. O'zingiz xohlamagan holatda yoningizdagiga ham taklif qilib qo'yasiz. 100% qo'shib. Yoningizdagi boshqa bir odamga taklif qiladi. Boshqa bir odam boshqa bir odamga taklif qiladi. Sippochka bo'lib, Ha, keyin zanjir bo'lib bir-biriga ulashib ketaveradi. Misol uchun bitta narkotik moddani sotuvchi odam 5 ta odamni o'zini oqimiga kirgizib oladigan bo'lsa, o'sha 5 tani kamida 3 tasi yoki 2 tasi albatta jinoyat sodir qiladi. Kimnidir borib puli yo'qligidan molini o'g'irlaydi, yo mashinasini o'g'irlab sotaveradi, kimnidir uyiga o'g'irlikka tushadi. O'g'irlikka tushish natijasida bosqinchilik qiladi. Kirib qaysidir shaxsni uradi, pichoqlab qo'yishi mumkin, so'yib qo'yishi mumkin, kimgadir qanaqadir bir ziyon yetkazadi, davlat mulkiga, xususiy mulkka, shaxslarning mulklariga zarar yetkazadi. O'sha sababli buni ijtimoiy xavflilik darajasi yuqori deb baholab, o'sha top jinoyatlar qatoriga kiritsak ham bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, Alloh rozi bo'lsin aka qilayotgan ishingizdan. Juda ham xursand bo'ldim suhbatlashib, gaplashib, ancha narsa, ancha ma'lumotlarga ega bo'ldim. Hamma taraflama baribir o'xshash jihatlarimiz ko'p ekan kasbimizda. Iloyim shunaqa duolarga qolib yuring. Jamiyatga mana shunaqa foyda keltiradigan, Xudo xolisa o'ylagan maqsadlaringizga yetib yuradigan insonlar qatorida bo'ling. Sizlarga ham rahmat kattakon. Mana shu qilayotgan, ishlarimizdan avvalo xalqimiz manfaatdor bo'ladigan bo'lsa, jamiyatga foydamiz tegayotgan bo'lsa, hammamizni ishlarimizni xayrli qilsin Alloh taolo. Bizani asosiy maqsadimiz, sizni ham, meni ham maqsadim o'sha jamiyatni mana shunday bir, noqonuniy, g'ayriinsoniy, g'ayriqonuniy harakatlardan, mana shunaqa jinoyatchilikni oldini olishlikdan, insonlarga yordam berishlikdan iborat maqsadimiz. Asosiy vazifamiz o'sha, bizdagi jinoyatchilarni ularni topib, ushlab, ularga jazo tayinlab, ularni yaxshi yo'lga, to'g'ri yo'lga qaytarish. Sizlarni vazifangiz bo'lsa, mana shu iste'mol qiladigan shaxslarni davolab, ularni kelajakda o'sha o'zlarini o'tmishdagi hayot singari yana hayotga qaytarib qo'yishdan iborat bo'ladi. Rahmat, aytganingiz kelsin.